Assalamu alaykum dunyoning orqasida yashayotgan aziz qarindoshlar, hammanglarga fidoyi do'stinglar, Ahmad Qashqaridan o'tliq salom, oliy ehtirom. Bugun diqqatingizga hammalarning istiqboliga, taqdiriga munosabatli bo'lib kelayotgan Sharq Turkiston surgun hukumatimiz haqidagi uchurlarni diqqatingizga sunamiz. Biz bu haqda oldin 3 qism program ishlendi. Sharq Turkiston surgun hukumatiningki Parlament reisi Köreş Ataxan efendining taqdim qilishida. Bugun shu suhbatning davomi shaklidagi ba'zan yangiliklar va surgun hukumatga aloqador savollarimizga, muammolarimizga javob tepish uchun suhbatimizni davom qilib o'tadi. Ekranimizda Sharq Turkiston surgun hukumatining parlament reisi Köreş Ataxan efendim var. Esselamu aleyküm, hürmetli Köreş Ataxan efendim, hoş geldinler. Ve aleykümselam, muhbir efendim. Allah razı olsun. Hemmelerinin meşgulatı, özümüzün turmuşu, aldığı silahı bağın bir küllükte, halkımızın ihtiyacını nazar tutup, vakit acırtıp, bu meselelerini ortaklaşış, halkının ki Şarkı Türkistan sürgün hükümeti hakkındaki savadını təxmin çonqurlaşdırış üçün alaydı vaxt ajratqanlıqlarga Allah razı olsun. Ekran aldıda sizin e'tiborlarımızga quloq silib, bunu seyretip turayotgan televizor görgüçülerimizin bundan keyin bu programni ko'radigan aziz xalqimizdan bizga ko'ngil bo'layotgan xalqlardagi vafodor do'stlarimiz uchun Allah razı olsun. Hammalarning Ramazan bayramını tabriklayman. Şu vaqtında xush vaqt bo'lsin aziz qarindoshlar. Allah razı olsun. Hakikaten ismimizga yaxshi sallah ehtiyacını nazar tutup, hakikaten Ro'za Hayit bayramımızdan ki ikinci günü turibdik. Gerçi vatanimiz, halkımız bayram kılanmasın mı? Ama biz det üstüden yani g'olib kelish uchun, qaddimizni tik tutish uchun, xo'shallik foydalaridan, xafalik paytlarining har ikkilisida qo'limizdan kelishicha xo'shalliklar xo'shal, xafalliklar xafalab yashash iqtidorimizni o'stirmagimiz lozim ekan. Ko'p rahmat. Sharq Turkiston surgun hukumati haqida hozir qadar 3 qism suhbat bo'lgan bo'ldi. Bugungi suhbatga kirishda sizlar yana burungi salohiyatlar bo'lish keldimi yoki biz oldingi e'lon bergan Sharq Turkiston surgun hukumatiningki bir vakil chiqarib berish maqsadida o'tirib qo'ygan asliki chaqiriq asosan keldimi? Buni bir aniq qilib bo'lsak. Bütün dünya kriz içinde turibdi. Bunday bo'lishidagi sebep 19. yüzyılın ahırsı dünyaya yeni bir sistem geldi. Bu sistem şu 20. əsrinin ahırlarına gelgen çağda resmi şekilde bir mükemmelleşip dünya yani başka bir devirge kadem. Şu dünya yeniden kadem koygan şu devir yani dünyanın yeniden bir toğup çıkıvadı. Yani dünyanın 19. əsrinin ahırsında şekillenген sistemi bozulup dünya resmi şekilde 21. yüzyılı yani 21. əsrge hazır yani şunday vaqtda ilgirki sistemler yani emelden kılıp yeni sistem var için dinler arasında milletler arasında medeniyetler tutmuşlar yüzde. Şu bizning Şarkı Milli Mustaqillik hareketi dünyada şunday çoğun vaqalar 101 vaqtda geçke. Milli hareketimizin hem Şarkı ciddi daval ko'p, xuddi teorat o'xshash
shunday bir xil hodisa yuz berdi. Shu sabab tufayli Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumatining bir ikki vaziyat savol ushba uningkin va uningkin xalq bilan bo'lgan savol ushba menimcha bu hodisa tamamen normal tabiiy yuz berishlik biz ishga absishga men asas jihatdan uch qatim o'tkazgan programmamizning tamom ustida emas shu navbatda yuz berayotgan Turkiston Cumhuriyeti sürgün hukumatining ichki ham tashqi krizis masalasida xalqimiz jiddiy talablarga asosan ekran orqali uchun Nəhayət səmimi, yaxşı cavab oldu. Allah razı olsun. Pidayla ekran qurulğandan beri şu hər qaysı sahədəki Şərq Türkistan xalqının mənfəəti üçün xidmət qılayotgan barlıq sahənin əhllərini oxşaş şəkildə bağırğı bastı, qucaqlaşdı. Həmməyləngə oxşaş səhnə bədi, xidməti də oldu. Məqsəd müddəa özara tanış üçün qurlaşdırış, xata üçün qağaylar toğruluş məqsədi üçün idi. Axırqı qitimki bolanğan çağırıqlarda mana məşğul xalqımızın suallarga, muammalarga xalqımız bilan təşkilatlar yoki məsul xadimlar arasında bir sübətlik şəkildə mülazimət sunuş arqılı xalis bir xizmət qılış müddəasida tünci qitimliq besimli şu Şərq Türkistan sürgün hökuməti işlətgəndək bolduq. Əslində xalqımız namıdan bunun oxşaş çağırıqlarını çağırıb hər qaysı zörükəgə yerlərdə suallara cavab verişki tegishlik bolğan nöqtələrdəki insanlarını müşkül şəkildə çağırıq qılış əsli normal bir ənənəyə aylansaq bolatdı, amma bununla taxı yüzünü bulanmayotganlığımız oturdu. Hayır, bugün biz əslindəki proqramma planı boyunca biz sizlə elib bağın bir qancha söhbətimizə əlaqədar düşüncələrimizdən hasıl bolğan nəsə aldı bilan xalqımızdan izchil holda Sharq Turkiston sürgün hökuməti haqqındakı düşüncələrini çunqurlaşdırış, toniş belişini təxəmmə toğurlaş və bunu qanat yaydırış. Bunu xalqnınki ammaviy asosga ega bo'lishning oldingi bosqichi deb belgilashga tegishli bo'lganligini biz amaliy his qilganligimiz sababdan buningga tekrar ekran ichib xalqimizga bu vaqtda tekrar suhbatlarimizda ma'lumotlarimizni chunqurlashtirish uchun ajr qilish lozimligini biz ta'kidladik. Sizlar moslashgan bo'ldilar. Alloh razı olsun. Ana shu yo'nalish bo'yicha biz suhbatimizni davom qildik. Şərq Türkistan sürgün hökuməti haqqında gap söz bolanğan çağda asasən köpünç qarindaşlar əsli hökumət degan bir nərsənin bolsa, qurulsa, bütün təşkilatlarını parlament dərəcəsiga chiqib, partiya dərəcəsi tərəqqi qıldırıb, bir hökumətləşkən sistemini bərpa qılalıq qılıb qalsaq bək yaxşı olur deyilən inkaslar var. Amma keçmişidəki bəzən real qismətləri tərəqqi qılanmaslığı yardımsız qilishliqi və onundan başqa şoförün yaxşı olması səbəbindən maşinini qamçılaşdək ahvallar yüz berganlik səbəbindən biraz səlbi fikirlərmi xəli köp salmaqni egallab qaldı. Əslində bu cəhətdə xəli o'ttir yol nəzəri cəhətdə xəli yaxşı düşəngan və düşəndirəlgən və yeziqçilik qabiliyyətlərinin bo'lishdan birgə natiqlik qabiliyyətlərinin bağlılığını xalqımız yaxşı düşünüb, qayıdulaş dərəcəsində anlayıbatdı söhbətlərini. Ana shu şəkildə bir niməni davam qilgan bo'lsak, qani mərhəmət aldın qıtımlıq jarayonni takrorlamaymiz. Bo'lsa Sharq Turkiston sürgün hökumətining dastlabki qurilish tarixi haqida kichikina bir əslim berib o'tib, anandan keyin bugungi ahvoli haqida to'xtalgan bo'lsak, men shuna taklif berman, sizlar qog'ini sizlar belgilasizlar bo'ldi. Aziz vatanimiz Sharq Turkiston Xitoylar tarafidan mustamlika qilib olingandan keyin milliy harakatimiz har tarafdan chiqish yo'li izladi. Bir tarafdan Xitoy hukumati bilan birlashma hukumat qurilib, hozirgi Sharq Turkistondagi hukumat asli Xitoylar bizga taqdim qilgan bir hukumat emas. Ajdodlarimiz ilib borgan qonli kurashning natijasi sababidan Xitoylar bilan
bir şirenin üstüde söhbet ötküzüp birlik hem tinchlik şerti aslında hakimiyetini ten yürgüzüştü. İbaret ortak göz karşıdan. Birleşme hükümet kurup çıkkan bolsa, yana bir türküm milli inkılapçılarımız, yana birleşme hükümet asli bizning orzuyumuz, bizning asosiy maqsadimiz deb qarab, birinchi ham ikkinchi jumla Sharq Turkiston xalqining milliy irodasini, mustaqil orzusini ikki qatim mustaqil cumhuriyetning ma'naviy asosini bir dunyoga vatan uchun hijrat qilib chiqib ketdi. Hakim shu 90 yillarning oxirida ortida dunyoning vaziyati intayin tushuniksiz, murakkab ham qalaymiqon chog'da dunyoda yangi islohot davri boshlanib, nurg'un jahongir davlatlar, zo'migar davlatlar ishg'ol chekilib chiqib, bu yerdagi hokimiyat yerlik o'zining milliy mustaqillik uchun qo'lini tashlab qo'yib, beshini qo'ltiqqa qo'yib turib, aqdan tajovuzchilarga qarshi kurashni davom ettirgan Sharq Turkiston xalqi o'zining maqsadlarini bunun etrafidagi qarindoshlar, qozoqlar, qirg'izlar, o'zbeklar, qozirlar, turklar o'zining milliy mustaqilligiga ega bo'lib ketgandan keyin o'ylamoqda. Sharq Turkiston xalqi bir dunyoda o'zining milliy mustaqillik orzusini ro'yobga chiqarish maqsadining oldiga bog'liq. Erkin dunyoga Xitoylar vatanimizni besib olgandan keyin toki shu Saudiya ittifoqi qarshiligida chet eldagi milliy harakatsini Xitoy muxolifatchilarining saviyasini saqlab turish uchun uchuq ham yetuk holatda strategik taktikalik o'yin o'ynab, Sharq Turkiston milliy harakatining besib olingan bir davlatning istiqbolidan bir millatning siyosatidan munosabatini dunyo xalqi tushirdi. Bunun albatta ayni vaqtda bir dunyoda yashayotgan hijratdagi Sharq Turkiston milliy inqilobchilarining son, sifat, bilim, aql hem tecrübe cihetki, maddiyet cihetki çeklik imkanları sebep olan başka, yani halkara cemiyetini Sharq Turkiston xalqining uç aşkar bir şekilde milli mustaqillik erkinliğine hazır. Vaziyat asta taraqqiy qilib, Sovet İttifaqı parçalanib, nurg'un mustaqil davlatlar Yugoslaviyadan Sovet oturup çıkan keyin Angliya o'zining mustaqillik rayli chekinib Shanghai Portugaliya o'zining mustaqillik mahrum bo'lgan Oman hadislar aqldan keyin shu muajiratdagi xalqimizning orasidan birinchi Sharq Turkiston qaysi ilib berish gruppa ikkiga ayrıldı ve bir ile biz yana ko'rsatish bitlikda mavjud bo'lgan inson huquqlari qonunlardan hem Xitoylardan qonunlardan faydalanib turib milliy davoyimizni bir mezgil davom ettirib bundan keyin tipini kuchaytirib
siyasi arzularimizni, g'oyalarimizni taraqqiyot ahvolida amaliyotchan belgilsak, ko'z tashlasa, yana milliy da'vo qilishni bizim peshqadam tajribadagi birinchi, ikkinchi jumhuriyat qatnashgan ustozlarimiz, yo'lboshchilarimiz bu milliy harakatning asosi dediki, bunda qilsak agar biz bu Xitoyning tarkibidagi inson haqidagi demokratiya talab qilgan bir guruhga o'xshab qolgan muxolifatchilik harakat biz uzil kesil o'zimizning besilingan bir zaminni Xitoylarning zamin bosqichi siyosiy g'oyamizning mustaqillik ketgani milliy iroda Xitoyning hokim mutlaq bu mustamlaka qilish kontrolni chiqish o'tirib qo'ydi. Asosda xuddi tog'dan yomg'ir tushgan bizdanlik tushgan oqqanga o'xshash birinchisi xalqaro inqilobga qonun demokratiya talab qilgan kuch. İkincisi yine fakat Şarkı Türkistan'da İslami güç grubu davayımız. İnançı bu tamamen tabii bir hadise. Çünkü bundaq bir xil bölünüşdün qancha yapmaq, qancha millatni saqlanam real sharoitlar xalqaro siyosiy atmosfera ham millatimizning siyosiy iqtisodiy ilm bundaq qilmay boshqa shundaq sebab tufaylidan 2000-yildan tortib 2005-yilgacha bo'lgan stop bir muddat ichida Sharq Turkiston Jumhuriyati milliy mustaqillik usul kesib ochiq maydon bo'lgan milliy da'vo qo'shuviga peshqadam bu Sharq Turkiston yoshlar qurultaydagi yosh milliy da'vo xizmatlarimiz bular. Hürmetli Kulaş Ataxan efendim, şu avazları bayatın diyendek bir az egizbeslik var. Ben taze yaxşı anlayamadım qanday deb kontrol qilib baxsam, imkans keldi başqaladimi? Avazda bir egizbeslik var. Sizning uyda Wi-Fi ishlatayotgan yoki qo'shimcha boshqa internet qo'llanayotgan bo'lsa, to'xtab qo'yibdi so'pdi ekan, yo internetdan sho'xshaydi bu. Yoki ortiq narsa bo'lsa, taqavaslasizlar sizning kompyuterda. Meninkida ortiq narsa yo'q. Men hem internet bizning unda emas. Siz bir ovoz uzlik bo'ladi. Xo'sh, endi davomlashtirib boqaylik. Shunday yaxshi. Shunday qilib, shu xalqaro vaziyat, undan keyin o'zimizning amaliy ahvoli, sharoitlarimizning to'liq pishib bitilmaganligi sababidan millatimiz o'zining orzusi bo'yicha emas, arzusuga muxolif şekilde 2-3 gruppa ayrılıp gitti. Vatanda Xitoylarning mavjud bo'lgan asosiy qonuni ham avtonomiya qonunlar asosida o'zining milliy mavjudligini ham siyosiy kurashlarni taraqqiy qildiradigan bir gruppani biz tilga olmagan shekildimi? Shu chet elda
milliy mustaqillikchilarni asos qilgan Sharq Turkiston sürgünlük hökuməti, onundan keyin insan hakları, kişilik huquq ham demokratiya asosida milliy davoni taraqqiy qildirishni maqsad qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi, onundan keyin diniy e'tiqodimiz asosida milliy haq huquqlarimizni qo'lga keltirishni asosiy g'oya qilgan Ma'rif harakati borliq keldi. Yani bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hökumətinin dunyoga kelishiga nozik bo'lgan ham murakkab bo'lgan xalqaro vaziyat sababchi bo'ldi deb qaraymiz. Masalan, bu üç guruhning ayrilib ketganligi yo'lning, g'oyaning ayrilib ketganligi emas, bu Sharq Turkiston xalqining masalalarini hal qilish jihatdagi vaqtliq chorasi sifatida shunday bir hodisalar o'tirg'i chiqdi. Üçga ayrılıp ketdi deganlari hozir gapmi yo burun ko'n gapmi? Ko'rni gap, shu 2004-yillarda 2003-yillarda yuz bergan ish bu. Masalan, shuningdan keyin bu Sharq Turkiston milliy da'vosi hammasi bir kunlikning ostida harakat qilolmaydigan o'rtaq yo'l, o'rtaq g'oyasi bo'lgan taqdirdami usul, uslub ham metod jihatda o'zaro farqliq yo'l tutishga majbur bo'ldi xalqimiz. Mushu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hökumatining o'tirg'i chiqishimi shunday bir vaziyat, xalqaro vaziyat bilan munosabatli deb qaraymiz. Hökumatning shu nim qilgan chog'dagi qurilma shakli mushu xaritada ko'ringani bo'yicha bo'ldimi? Ya'ni hökumatning raisi, kabinet, anandaki parlament. Assalomu alaykum. O'ngshaldi-ku, hozir o'ngshaldi-ku. Bu bek muhim bir savol. Onundan keyin ham buni bu yerda tafsiliy tushuntirish mumkin bo'lmagan yana bir savol. Onundan keyin bu programmamiz bilan bevosita jiddiy munosabati yo'q bir savol bu. Chunki onundan keyin yuzilish shaklida bir xil xatolik va bu yerda. Bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hökumatining asosiy qonunida birinchisi Cumhur reisligi, ikkinchisi parlament, uchinchisi shu hukumat asos qilingan holda Sharq Turkiston xalqining huquqi uchga taqsim qilingan. Bundaq bo'lishidagi sabab masalan reisning ranjimay shu nima depaslar? Birinchisi nima dedilar? Birinchisi Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hökumatining asosiy qonunidagi davlatning shakli Cumhur reisligini, parlamentni ham hukumatni asos qilgan bir sistemi bo'lib, hokimiyat uchga ayrilgan, uchga taqsim qilingan huquq. Bundaq bo'lishidagi sabab parlamentning Cumhur reisligining ustiga chiqib olmasligi, Cumhur reisligining hukumatning ustiga chiqib olmasligi uchun xizmat tang uchga taqsim qilingan. Shunga Cumhur reisi o'z oldiga parlament ham hukumatsiz, hukumat o'z oldiga parlament ham Cumhur reisiz. Ondan keyin hukumat ham parlament bilan birlashib Cumhur reisisiz xizmat ishlayolmaydigan shunday bir xil shaklda tuzilgan bu asos qonuni. Masalan, bu dunyoda hokimiyatning bir qancha modellari, shakllari bor. Ba'zilari monarxizmni asos qilgan bo'lsa, monarxizm deganimiz shu millatga hokimiyat yurgizib kelayotgan oilalarning hozirgacha shakllangan sistemasini markaz qilgan degan gap. Masalan, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Gollandiya, mana shunga o'xshaydigan davlatlar
padişahlık tüzümünü saqlap qalğan cumhuriyetler. Onundan keyin bu Germaniya, onundan keyin Türkiye, Rusiya qatarlıq dövlətlər bu cumhuriyet tüzümünü asas qilgan parlamentar tüzümdeki dövlətlər. Onundan keyin bəzi askeri isyanlar kötürülüp, hukuk tatip ediş ahvalları yüz berip bəgən Mısır'a oxşaydigan dövlətlər hökumət əmrini belgiləydigan cumhuriyetçilik hem parlamentinin ancha huquqi yo'q bo'lgan bir xil sistemlik dövlətlər. Hem de şu Şərq Türkistan Cumhuriyeti sürgünlük hükümetinin asas kanununu belgilegen çağda bununla şu xalqaradaki asas kanunu tüzüdügan hem Şərq Türkistan xalqının tarixini, medeniyetini, örf adetlerini düşünüdügan kuruluşlar yardım qilgan. Bular hem de şu Uygurlar gelecekte eğer bir devlet kurup kalsa şu parlamenter sistemi bulara doğru keledi. Çünkü Şərq Türkistan'da Uygurlar 80%'ni egerlegenden başka yana nurgun yerlik milletler bu milletlerinin tili, yazıqı, dini itikadi, örf adetleri özra bir-birisiga oxşamaydı. Bu fakat bir millet yaşayotgan bir coğrafya, bir rayon bo'lmaganligi uchun har xil milletlerinin huquqlari, milliy mavjudligi, til yazıqı, örf adet hem dini itikadlar qo'llaniladigan bir xil şekildagi asas qonun kerak bo'ladi deb qaralib, Şu Şərq Türkistan Cumhuriyeti sürgünlük hükümetinin asası kanununu Şərq Türkistan xalqının kelecekte kurduğun milli devletiga bir model bo'lalaydı deb mushundaq bekitgan bunu. Şoňa bu Cumhur reisligi, yani Cumhur reis kabineti parlamentin üstün emas. Ondan keyin parlament hükümetin üstün emas. Bular özra bir-birisini nazorat qiladi, özra bir-birisini işini kontrol qiladi. Özra hem hemkarlık içinde bu hakimiyetini yürgüsüdü. Mesela xalq parlament a'zolarini saylaydı. Ondan keyin parlament a'zolari özünün Cumhur reisini saylaydı. Cumhur reisi xalq parlament a'zolariga hükümetinin baş ministerini saylaş hukukunu beradi. Parlament a'zolari hükümetinin baş ministerini saylap bolgandan keyin Cumhur reisi hükümetinin uğurlaştırışıga asasen oturga çıkan ministerliklerden özünün kabinetini kurup çıkады. Birisinden müstakil halda, müstesna halda hakimiyet yürgüzenmedi yani birisinden üstün emas, yani bu yerde bir diktatör sisteminin payda bolup qilishinin, yani bir diktatörün oturga chiqib qilishinin oldini olish uchun asas qonunda xalqning ovozini, parlamentning kuchini chetga qaqadigan undaq bir bo'shliq qoldirilmagan ekan. Biz endi bu asosiy qonun masalasida bek to'xtalib ketmay, real masalalarga ko'proq o'taylik ham. Tamam. Fakat azraq bir tushuncha hosil bo'lgan bo'lsa, chunki hukumat haqida hozir qadar hukumatning o'zimi tashviqotda e'tiborga erisholmadi, ya'ni imkonga o'zini to'g'nishtirishdi. Aslında bu asosiy qonun masalasi bu kasbiy bilimlarga berib ketiladigan masala bu. Kallatın to'qib chiqibla mikoyaga o'xshash da'vasak bu amaliyotga mos kelish kerak. Yoki bo'lmasa men xalqimizning oldida saxtipazlik bilan bir o'yinni o'ynab chiqmishadi. Yolg'on gaplarni ko'p qilib, amaliyotning uzoq fikrlarini bayon qilsam texdimi bo'lmaydi. Bu kasbiy masalalarga berib ketiladigan ondan keyin qonun kasbini o'qigan odamlar tushunish texim yaxshi bo'ladigan temalar bu. Men o'tganda shu sizga men bu to'g'ri tushunildi. Tamam, bundan atlab o'tib ketiladi.
Lekin şu bir köňelde şam bolsun, inşallah kelgüsinde bu şahta tepsili toxtulgan bir programmalarga bu meselelerni kanunshunoslar bilan so'zlashadigan ish. Bu Tamam. jiddiy masala emas bu hozir. Hukumatga, mayli. milliy da'voyimizga munosabatlik jiddiy masala emas bu. Buni yoki ilmiy muhokama shaklida bir taraf qiladigan temalar bu. Bu televizor programmalarda bu ishga kirib qolsak, aldirab bunun ichidan chiqib ketgan. Tamam, mak. Biz asosliq hukumatning bugungi vaziyati, uningdan keyin yerlik saylovlarning qanday berilayotganligi, mush hukumatning oliy qurultayidan keyin hukumatning buningdan keyingi funksiyasida alayliklarida qanday yangiliklarning borliq keldiganligi, mushu masalalar haqida ko'proq so'zlashsak taqdim yaxshi bo'lardi deb qarayman. Bo'ldi, ma'qul. Shuna qildi. Gapni mishadin boshlaymiz, ma'qul. Hozirgi ahvoli haqida bir avval bir qisqacha izoh bersizlar, andan keyin. Şu programma başlangan çağda men bir narsa dedim, şu krizisga to'lgan bir xalqaro jamiyat, murakkab bir siyosiy atmosfera, onundan keyin bor bo'lgan imkonlarimiz ham milliy da'voning chiqish yo'li izlab elib borayotgan tirishchiliklar ham izlanishlar natijasida nati jiq ziddiyatlar Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümetinin içidimi mevcut bulatıdı. Bu ziddiyatlardan oturup çıkışı asasiyetten diyalogning munozirning talash tortishga o'zgarish xususiyati shaklida o'tirib chiqdi yana. Asli jiddiy o'zgarish bo'layotgan xalqaro vaziyat, jiddiy o'zimizni to'g'rilash, yangidan yo'l tepishga majbur bo'layotgan milliy da'voning ehtiyoji bo'lmagan bo'lsa, balkim bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümetining ichidami bundaq bir xil ichki krizislar yuz bermaydi asonlikcha deb qarayman men. Shu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümetining ichida yuz berayotgan bu hodisalar tug'ilib 15 yoshga kirgich bo'lgan orliqda bushki matab yotqizib qo'yilib, xuddi bu vaqt baldek beqilgan bir odam, yani 15 yoshga kirgan odamning ba'zilarining burutlari xat tortib, ovozlari gorong-gorong chiqib, mandaq bir erlarning qatori qo'shilib qoldigan bir davrga kelib qolgan odamni sen bu vaqt mush bushkning ichida yotsan deb 15 yil mushu xalqaro jamiyat, millatimiz, milliy harakatimiz ashunday bir xil pozitsiya bilan boshqarib kelgan yoki kontrol ostida tutib kelgan mushu bir qurilishni biz xalqni safarbar qildirib, ommaviy saylam ilib berib, simvollikdan reallikqa aylanamiz deyotgan bir vaziyatda mush hodislar o'tirg'i chiqdi. Nima chiqdi desa, endi bu 15 yilgacha asli bir odam 1 yoshga kirgan chaqdalar mengib ketadi. Boshqarib kelgan yoki bo'lmasa 6-7 oydan keyin mengib ketadi. Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümeti bu ishga sen bu vaqtda bog'lab qo'yilib, 15 yil o'tgandan keyin qo'poplam endi mengib baq endi mang desa, xuddi o'zining badanini qandoq tanishaydi, o'ng futini qandoq oladi, so'l futini qandoq oladi, o'zining qo'lining pozitsiyasi nima bu yerda, ko'z, og'iz, quloq, burun bu narsalarni qandoq boshqaradi, qayerga mangadi, hech qanday tajriba savoq yo'qmi shunaqa bir ahvolda Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümeti jiddiy vaziyatlarga duch keldi. Yani hükümetinin tarkibidagi mühim vazifalarni ustiga olgan shaxslar bir tarafdan xalqaro siyosiy atmosferaning ta'siriga uchrasa, ikkinchi tarafdan shu milliy da'voyimizning hozir mavjud bo'lgan real sharoitlarining ta'siriga uchradi. Yana bir tarafdan bu yuz berish oldi turayotgan bu yangilikqa qanday taqobil turish masalasida fikr ixtiloflari tug'ildi. Bu bo'layotgan ishlar tamoman men to'g'ri deb qarayman. Bu bundaq bo'lmasa-mu bo'lmaydi. Chunki biz bu qurilishni
haqiqiy xalqimiz kutgandagidek bir qurilishga aylantirish uchun birinchisi o'zimizning ichida bir dialog bo'lish kerak. Ondan keyin ciddi ilmiy muhokama bo'lish kerak. Ondan keyin munozara bo'lish kerak. İkincisi, yana mushu hodisa milliy da'vo bilan bo'lgan munosabatimizda o'tirg'i chiqish kerak. Ondan keyin milliy da'voyimizda Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hukumatini simvollikdan reallikqa aylantiramiz degan bir tema o'tirg'i chiqsa agar, milliy da'vo bilan xalqaro jamiyatning o'tirisida bundaq bir suhbat, muhokama, munozara shakllanishi kerak. Hozir Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hukumatining beshiga mushu 3 o'tkir, mushu 3 hodisa, mushu 3 qismat keldi yani. Birinchisi biz xalqaro jamiyat bilan bo'lgan suhbatimizni, muhokamamizni, undan keyin munoziramizni elib beryapmiz. İkincisi milliy da'vo bilan bo'lgan dialogimizni, yani suhbatimizni, ondan keyin ilmiy izlanishlarimizni, ondan keyin munoziralarimizni elib beryapmiz. Ondan keyin üçüncüsü biz ichki jihatdami hem muzokara, hem suhbat, hem muzokara, hem munozara holatida turyapmiz. Şuna bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hukumatining xalqaro jamiyat bilan bo'lgan munosabatida Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hukumatining milliy da'vo bilan bo'lgan munosabati haqida, ya'ni milliy da'vo bilan deganimda xalqimiz bilan bo'lgan munosabati haqida agar Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hukumatining parlament a'zolari ham oliy rahbarlari ara yuz berayotgan masalalar haqida bir hodisalar, yani odamlar kutmagan bir hodisalar, voqealar yuz berayotgan bo'lsa, bu bizga o'xshash izlanish, yo'l ochib ilgirlash, ham taraqqiy qilish bosqichida turayotgan qurilishlar, yana tabiiy duch keladigan hodisalar bo'lganligi uchun bundan biz agib-pargiz o'tolmaymiz. Agar bundan biz hech qanday bir ziddiyatga duch kelmay, agib tiz asan agib o'tib ketgan bo'lsak, o chaqda bu hukumat bizning hukumatimiz emas, boshqalar bizga yo'l xaritasi chizib bergan, pardaning orqasida bizni boshqarayotgan, undan keyin o'zining Sharq Turkiston xalqining milliy irodasi bo'yicha emas, o'zining tuzgan strategik planlari uchun harakat qildirayotgan bir qurilishga aylanib qoladi. Bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hukumatining xalqimiz bilan milliy da'vo bilan ham o'zaro o'tirsida yuz berayotgan bu hodisalar butunlay tabiiy hodisalar bo'lganligi uchun millatimizning bundan hargiz o'tib ketmasligini, mushundaq suv üzüşni bilmagan odam suv uzish jarayonida suv uzishni o'rganib qolgandek, yo'l mengishni bilmagan bir odam, tug'ilgani 15 yil bo'lgan bir odam yiqilib qopab, yana yo'l mengishni yangidan o'rgangandek mushundaq bir hodisa yuz beryapti. Shunga bu hukumat Sharq Turkiston xalqining hukumati. Bu hukumat biz to'xtamay ta'kidlayapmiz, bu bir tashkilot emas. Undan keyin bu boshqa bir davlat bizga qurib bergan bir qurilishma emas, ma'lum bir qurilishning tarkibidagi bir qurilishma emas. Shunga biz buningga o'zimiz igdorchilik qilib hozirga saqlab qo'g'dab keldik. Endi uningga mengishni, o'ylashni, so'zlashni, fikr qilishni biz o'zimiz o'qitishimiz kerak. Bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hukumatini vujudga chiqarganlar milliy da'voyimizni xotirlashga tegishlik, tariximizda oltin hal bilan yozildigan batlarni bizga miros qoldirgan bir kishilar sifatida to'xtamay yana xotirlanish kerak. Ularning nomi hurmat bilan tilga ilinish kerak. Agar shular ayni vaqtda jasorat bilan o'tirg'i chiqib Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hukumatini qo'magan bo'lsa, bugungi ahvolimiz texadimi yomon bo'ladi. Chunki Sharq Turkistonning milliy da'vosini elib berishda men oldin qitimliq suhbatlarimda dedim, shu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hukumatidan boshqa bir model, boshqa bir yo'l, boshqa bir metod
bundan keyin özünün rolunu to'liq jariy qildirilmaydi, yaxshi jariy qildirilmaydi agar jariy qildigan taqdirdami hem xalqaro jamiyat Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümetinin bir devletinin keyingi varislari Sharq Turkistonning zeminining haqiqiy egalari Sharq Turkiston Cumhuriyetida mushu hokimiyatni yurgizadigan egilik huquqini qo'lga ilishga tegishli bir millatning siyosiy oliy organi deb qarasa faqat mushu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümetini deb qaraydi. Şuna 2004 yıldan hozirgacha bo'lgan aralıqda 10 yil ichida 14-15 yil ichida Sharq Turkiston milliy da'vosi xalqaroga bir qator xalqaro qonunlar undan keyin Xitoyning asosiy qonuni ham avtonomiya qonunlari xalqaro ahdnomalar asosida anglitilib Sharq Turkiston milliy harakati bir davrni boshdan kechirib oxirlashtirdi deb qaraymiz. Şuna bazı teşkilatlarning yana shu yo'l bilan mangu mengayverishidan hamda bundan keyin tekrar yo'l orqali hech qanday natija borlik kelmaydi. Şuna Sharq Turkiston milliy harakatida yani ciddi bir o'zgarish elib berish uchun biz Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümetini resmiy Sharq Turkiston Cumhuriyeti vaqtli hukumatiga qarab taraqqiy qildirishimiz kerak deb qarayman. Men masalan hozirgi Sharq Turkiston sürgünlük hükümeti deb atab keldik. Agar xalqimiz resmiy uyg'onib teşkilatlarını partiye şekilde taraqqiy qildirib ham o'z ichiga elib Sharq Turkiston sürgünlük hükümetinin resmi bir milliy da'vo uchun harakat qildira oladigan bir darajaga yetgan chaqda Sharq Turkiston hükümeti sürgünlük hükümeti Cumhuriyeti sürgünlük hükümeti Sharq Turkiston vaqtli hukumatiga aylanadi. Sharq Turkiston parlamenti undan keyin Sharq Turkiston sürgünlük parlamentiga aylanadi. Bizning asosiy ta'kidlayotganimiz mushu qurilishni birlikda qilish xalqimiz bilan. Hozirgacha biz tabiiy xalqimizning kutgan yerdan chiqolmadik. Ma turkcha beceriksiz degan bir gap bor, uyg'urcha ishqamlashtirilmaydigan degan bir gap bor. Demasam o Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümetiga ega chiqqanlar bu masalada to'g'ri bir qarorni qilgani bilan to'g'ri bir chora tadbirlarni ololmagan ahvollar yuz berib qoldi. Biz endi shu aqlimizni, bilimimizni, madaniyatimizni birlashtira olsak, dunyoda mustaqil davlati bo'lgan 100 millatning orqasida tursaqmi biz Uyg'ur xalqi mustaqil davlati va 100 millatning oldida turadigan davlatchilik an'anasiga ega, falsafasiga ega, tajriba savodlariga ega, aql parasatiyatini hech qanday millatdan qilishmaydigan bir xalq bo'lganligimiz uchun hükümet, resmi hükümet şekilde güçlenilaydı, oturup çıkarlaydı, hem milli davaga yetekçilik qilollaydi deb qaraymiz ekan. Hozir hükümet sistemisiniki zaten hükümet degan atalg'usi bilan qo'shilib kelgan vaqtning o'zida dunyodagi butun davlatlarni boshqarayotgan narsaning ismi hükümet bo'ladi, shu. Mushu nuqtadan elib aytgan chaqdimi, bu bir sinoqdan o'tib bo'lgan, buni munozara qilish ketmaydigan bir amaliyotga aylanib bo'ldi, haqiqat bu. Ama günümüzge kadar bununla temsil kılgan yoki rahbarlik qilayotganlar sistemisindeki bazen bütüşelmeslik, kelişelmeslikdek ahvollarning yuz berishi bununla gumon bilan qaraydigan fikrlarni paydo qildi. Siz bu vaqtda qanday izoh berdilar? Hozir shu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümetida 3 oliy huquqli organ bor edim men. Birinchisi shu Cumhur Reislik, ikkinchisi parlament Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümetinin, üçüncüsü Sharq Turkiston hükümeti yani baş ministerlik. Şu 3 o'rinning 3 mas'ulini yani ali rahbarini misol keltirsak, birincisi G'ulam Osmon yani. Kanadada yashaydi o'zi. Xalqimizga tunishliq. O'zining shu ilmiy tarbiyalanish jarayonlarini, o'qish, o'rganish jarayonlarini xalqimizga tunishtirdi. Ondan keyin ikkinchisi bu men parlamentning raisi. Mening tarixim bo'libmi mening o'qish hayotim. Ondan keyin ilmiy izlanishlarimni xalqimiz biladi. Ondan keyin Ismoil Chingiz yani Turkiyada tug'ilgan. Boshqacha bir sistemining ichida yetishib chiqqan.
Endi mushu 3 adamning o'tirsidagi munosabatlarning, tashkiliy bog'lanishlarning, muzokaralarning, muhokamalarning, munozirlarning sağlam bo'lmaganligi hukumatning eng og'ir ichki krizisini keltirib chiqargan muhim omillarning birisi. Agar biz her üçümüz o'xshash, masalan mening besib o'tgan yo'limni besib o'tgan alaylik ega bo'lgan bo'lsak, balkim hukumatning ahvoli yana boshqacha bo'ladi. Yoki bo'lmasa her üçümüz bizning hozirgi vaqtlik Cumhuriyet raisimiz G'ulom Osmon Efendining 5dan kechirganlarini 5dan kechirib pishib ketilgan bo'lsak, balkim bugungi bu hodisalar yuz bermagan bo'ladi. Undan keyin Ismoil Chingiz yana G'ulom Osmonga o'xshagan bir jarayonni boshdan kechirgan bir odam bo'lgan bo'lsa, yoki menga o'xshash bir tarixiy jarayonlarni o'qish hayotini boshdan kechirgan bir odam bo'lgan bo'lsa, yana boshqacha bo'ladi. U chaqda o'zra bir-birimizni tushunishimiz, hamkorlashishimiz, ham hukumatni o'rtaq shaklda taraqqiy qildirib ketishimiz uchun foydali bir fursatlar maydonga kelgan bo'ladi deb qarayman. Hammadan muhimi hozir shu 3 o'xshamagan bir xil muhitda o'sgan, o'xshamagan ishlarni boshdan kechirgan, o'xshamagan sistemlarda ta'lim tarbiya ko'rgan odamlarning shu hukumatning xizmatlarini ishlashida jiddiy o'zaro bir-birisi bilan tushunishmaslik, o'zaro bir-birini e'tirof qilmaslik, o'zaro bir-birini qabul qilmaslikdan iborat shunday bir hodisa ko'rinadi. Bo'lmasa bularning hammasi vatanparvar, millatparvar, milliy da'voda ko'z ko'ringan odamlar, ammo shu tashkiliy masalalarga kelgan chaqda, hokimiyat ishlariga kelgan chaqda, hukumatning konkret kundalik xizmatlariga kelgan chaqda, ammo bu qo'llashmaydigan bir vaziyatni shakllantirib qo'ydi. Mushu bir sabab tufaylidan xalqimizning orasida hozir hukumat 3ga ayrilib ketibdi deydigan bir yomon iftira deydi turkcha so'zcho'chik paydo bo'lib qoldi yana xalqning orasida. Meningcha buningdan ensirab ketishning hech qanday zarurati yo'q. Biz 3ga ayrilib ketmadik. Faqat men boya ta'kidlaganga o'xshash bu o'xshamagan tarixiy, siyosiy ham kultural arq ko'rinishga ega 3 shaxs Sharq Turkiston Cumhuriyati surgunlik hukumatining bundan keyingi xizmatlariga qanday yetakchilik qilish masalasida suhbatlashyapmiz. Bundan keyin muhokama qilyapmiz. Undan keyin munozara qilyapmiz. Suhbat, muhokama, munozara. Türklerde bir gap bor ekan, munozara o'zining kuchini yo'qotgan chaqda miltiq bilan tapanchaga murojaat qildi deydigan. Bizda ham undaq bir imkoniyat bo'lmaganligi uchun hozir bu masalani qanday bir taraf qilib ketamiz degan narsani birinchisi bütün hukukning, hokimiyatning egisi bo'lgan Janob Allohga amonat qilish. Ikkinchisi mushu jiddiy masalani hal qilishning chorasi sifatida umumiy xalq safarbar qilingan oliy qurultay yechib chiqish, hukumatning bundan keyingi kadrosini o'zra bir-birisi bilan hamkorlasha oladigan, tushuna oladigan, undan keyin birlikda ish qila oladigan bir sog'lom holatga keltirish. Undan keyin mushu yerlik saylam orqali ashundaq bir kadroning o'tirg'i chiqish uchun sharoit hozirlash jihatda bu har 3 odamning fikri o'rtaq. Biz 3 kalladan 3 ovoz chiqayotganda qig'ini bilan mush hukumatning 3 oliy rahbari o'xshash bir toshning ustida, o'xshash bir tuproqning ustida, o'xshash bir yo'lning ustida turayotganligimizning o'zi hukumatning
üçke ayrılıp ketmeydiganliginin, ayrılıp ketenmeydiganliginin, ayrılıp ketiş mümkünçülükünün yo'qligining ifodasi bu. Bu meselede hemmimizin fikri ortak. Mesela Meyli Şimali Amerika'daki bizim vaqtliq Cumhuriyetimiz G'ulom Osman Efendi'nin hozirgacha bo'lgan ifodalari bo'lsin, mayli bizning bosh ministrimiz İsmail Chingiz Efendimning Türkiye hem Asiyadagi millat vakillari, yani parlament a'zolari bilan tutgan bu masalaga tutgan pozitsiyasi jihati bo'lsin, yoki mening Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündeki hükümetinin bunu denginki hizmetlerini kandak elip bir içeyettiki tutkan pozisyonlarımda bolsun. Hul teşi yani asas muş hükümet destilgen muş tuprakның alaylık cihetini hiç kandak farkının yoklukının üzülen bizden toxtumay bir ikilikimizni adeti biz duş kelgen ciddi meselelerde fikir ihtilaflarımız körülüp atqanda qilgan bilen hükümetimizin bizning nayt muhim milliy da'voning janajan manfaatiga munosabatlik masalalarga kelgan chaqda fikrlarimizning o'rtoqligini, g'oyamizning o'rtoqligini bilvog'ini bo'ladi. Shunga hozirgi navbatdagi eng jiddiy masala o'sha xalq safarbar qilingan yerlik saylamni ilib beryapmiz aziz qarindoshlar. Bejiduq bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündeki hükümetinin içinde ziddiyet var iken aşındaq men hozir aniqlama berdim, ziddiyet barmi? Bor. Parchalanib ketgan ahvol bormi? Yo'q. G'oyada, fikrda, yo'lda bir-birisi bilan faqat chiqishamaydigan ahvol bormi? Yo'q. Hemmimiz o'rtaq hükümetinin milliy da'voda bundan keyin nayt hal qilg'uch rol o'ynaydiganligidan iborat o'rtaq ko'z qarash bor. Hükümetni kuchlantirish jihati o'rtaq ko'z qarash bor, g'oya jihati o'rtaq ko'z qarash bor. Faqat mushada o'xshamagan tarixiy orqa ko'rinish, o'xshamagan muhit, o'xshamagan tajriba savoq, undan keyin düşmanning ichki ham tashqi buzg'unchiliklari sababidan Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündeki hükümeti taraqqiyotida qechib qutulanmaydigan ba'zi ziddiyatlarga duch kelgan bo'lsa-mu, bizning buni tamamen hal qilib to'g'ri bir yo'lni tepib Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündeki hükümetini xalqimizning kutgunidek bir hükümetga aylantirishdan iborat ishonchimiz 100% aziz qarindoshlar. Allah razı olsun. İki qo'shimcha savol tushdi. Biri Sharq Turkiston sürgün hükümetininki maqsad g'oyasi nima degan bir savol, nishoni. Buni ilgirki bir suhbatlarimizda tilga oldik. Agar to'g'ri ko'rsa, hozir kichikkan qistirib o'tib ketgan bo'lsa, qolgan tafsilotini ilgirki programmalardan ko'rib olsa bo'ldi. Muşu Sharq Turkiston Cumhuriyeti hükümeti degan gapning o'zidan yana bir millatning hokimiyat tushunchasi ham siyosiy g'oyasi ko'rinib turibdi. Yani biz hammamiz bilamiz buni, dunyomi biladi. Sharq Turkiston Xitoy tarafidan besilingan bir davlat. Tarixdan beri biz mustaqil yashab kelgan, o'zimizning hokimiyatlarini qurgan. Sharq Turkistonda keyingi 2000 yilda yana nurg'un davlatlarni qurib, o'zining parlaq madaniyatini yaratgan, o'zining milliy kimligini, ya'ni 21-asr millatlarga qatorida hozirgacha qo'dab kelgan bir xalq biz. Bir davlat degan gap, bir millat degan gap yana Ikkinchi dunyo urushidan ilgari bir qism sharoitlari pishib yetilmagan millatlarni xalqaro jamiyat shu vaqtda sharoitlari pishib yetilgan bir qism millatlarga qo'shib etgan, yana bu millat rasmiy taraqqiy qilib, o'zining milliy adolatlarini to'liq kuchlantirib, zamonga loyiqlashgan vaqtda o'zining yerlik hokimiyatlarini, davlatlarini qursa bo'ladi deydigan shunday bir xalqaro
da hükümran bir ideya var. Şu ideyaga asasen bir kısım Türkiye xalqlar Ruslarning tarkibiga, yana bir kısım Türkiye xalqlar, yani Uyg'urlar başta bo'lish sifati bilan Xitoy davlatining territoriyasiga qo'shib o'tilgan. Bu faqat Sharq Turkistonliklar bilan tajovuzchi Xitoylarning o'tirisidagi bir hodisa emas. Buning murakkab tarixiy arxa ko'rinishi, xalqaro tarixiy arxa ko'rinishi bor. Ondan keyin bu O'rta Osiyodagi qandosh xalqlarning Rossiyaga tava bo'lib qolishi, Ruslar bilan O'rta Osiyodagi qandosh xalqlarning o'tirisidagi shaxsiy yuz bergan hodisalar bilan munosabatli bo'lib qolmasdan, uning xalqaro bir tarixiy arxa ko'rinishi bor. Endi bu O'rta Osiyodagi, yani qandosh xalqlar mustaqil bo'lib ketgandan keyin, yani Sharq Turkiston xalqining mustaqil bo'lish hareketini elib berish, yani milliy hareketni elib berish ehtiyoji tug'ildi. Dunyoda cho'ng o'zgarishlar, siyosiy o'zgarishlar bo'ldi. Yerlik hokimiyatlar qurilib o'tadi, to'xtamay, yangi davlatlar qurilib o'tadi. Nurg'un millatlar o'zining kishilik huquqini, insoniy huquqini, ondan keyin egalik huquqini qo'lga oldi, qonuniy huquqini qo'lga oldi. Zemin huquqini qo'lga oldi. Shu Sharq Turkiston xalqimi mana shu maqsadda, ya'ni o'zining ilgari qurilgan hokimiyatini, davlatini asliga keltirish maqsadida Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumatini qurib chiqqan. Shu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündeki hükümetining maqsadi men boya deganimga o'xshash, asosda vaqtliq hukumatga qarab taraqqiy qilish. Undan keyin Sharq Turkistonda qurilgan milliy hokimiyatlarni, milliy davlatlarni asliga keltirish. Bu bizning oliy g'oyamiz. Milliy mustaqillikni asliga keltirish. Allah razı olsun. Hazır seferberlik kılıvatkan ve bir qancha devletlerde aldın bu işler tamamlanıp oldu. Ama ahirki baskıçlarda tekep kalgan olsun bir kısım devletlerde hazır kadar bu işler işlenip olanmavatkan yoki to'g'ri bir tushuncha egallab olanmavatkan navbatda Sharq Turkiston sürgün hükümetininki kun tartibida o'rin olgan bir ish saylam ishi, ya'ni yerlik saylam ishi. Bu haqda bir tafsilot bergan bo'lsak, shundoq bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündeki hükümetini simvollikdan reallikqa aylantirish fikri uzoq yildan beri xalqimiz orasida munozara qilinayotgan, muhokama qilinayotgan, talash-tartish qilinayotgan bir tema. Bu tuyg'usizlik osmondan tushgandek paydo bo'lib qolmadi. Shu o'tgan yili xalqimiz oxiri portlab chiqib, Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündeki hükümeti bizga kerak. Bunun dengeki milliy davoni Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündeki hükümeti siz elib bağını bulmaydı. Bizga shunday bir xil kunlik, shunday bir qurilish bo'lmasa, bundan keyin biz milliy davoyimizni taraqqiy qildira olmaymiz. Şuna parlamentni yangidan tashkillab, hukumatni yangidan qurib chiqayli, reallikqa davrga uygun shaklda isloh qilaylik, yangi qon bilan to'liqlayli deydigan bir fikr cho'qonlar o'tirg'i chiqdi. Biz shunga endi bu bizning Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgün hükümetining har 4 yilda ochiladigan oliy qurultayga aytdi. Bir qancha oy qolibdi. Biz bu yerda xuddi isyon shaklida buni qilmasaqmi, hukumatda Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgün hükümetini yenilamaymiz, isloh qilmaymiz, zamonaviylashtirmaymiz. Mangu shundoq simvollik holat tutib turamiz, reallikqa yuzlandirmaymiz deydigan bir ko'zqarash yo'q. Bizning maqsadimiz hukumatni reallikqa yuzlantirish, simvollikdan haqiqiy millatimizning milliy irodasiga vakillik qiladigan rasmiy hukumatga aylantirish, ofisial bir milliy da'vo hukumat shaklida iqtidorchilik qila oladigan ham boshliq qila oladigan bir markaziy qurilishni barliqqa keltirish, oliy siyosiy organini rasmiy o'zining salohiyati, inoati ham obro'yiga asosida tiklash g'oyamiz bor bo'lganligi uchun xalqimizga biz shu vaqtda bayonot berib, Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündeki hükümetinin bu qatimqi saylimi umumiy xalq safarbar qilingan shaklda elib beriladi. Parlament a'zolarini, ya'ni qurultay vakillarini xalq saylaydi. Burunqiga o'xshash kim hukumatga ko'ngil bo'lsa, kim hukumatga yaqin tursa, kim hukumatga kirib xizmat qilgisi kelsa, shaxsiy iltimos qiladigan, az odamlar tarafidan tasdiqlanadigan
bir qancha odam hukumatga vakillik qiladigan holatga xotimi beriladi deb qaraganligimiz uchun biz butun xalqqa saylam safarbarligi chaqiriqni chiqardik. Onundan keyin AQQ'dan bo'lib Shimoliy Amerikadagilar biraz aktiv bo'ldi bu xizmatda. Dastlabda shu Amerikada, ya'ni Amerikaning poytaxti Washingtonda hukumatimizning yerlik saylamiga aktivlik bilan ovoz qo'shib qarindoshlarimiz shu 2019 yilda echiladigan Oliy Qurultoyimiz uchun vakillarni saylab chiqdi. Biz ham da saylab chiqilgan vakillarni ko'zdan kechiryapmiz. Xudoyim buyursa, yig'in echilishga bir ikki oy qolg'ich bo'lganlikda ularning kimlarning yig'in ya'ni qurultoy vakili sifatida qilib qolganligini, ya'ni kimlarning parlament a'zosi bo'lganligiga qaror beramiz. Yani hazır şu yerlik saylamda saylanıp namzat kılıp ko'rsatilgan yoki avam tarafından saylanıp çıkan insanların şahslarınki Şarkı Türkistan sürgün hükümetindeki o'rni, vazifasi, roli nima? Bular xalq vakili, ya'ni bular qurultoy vakili. Bular resmi parlament a'zosi hisoblanmaydi taxi. Endi biz bularning hammasining yig'in qatnashib saylash huquqi bor. Aşağıda ovoz berish huquqi bormi? Ovoz berish mushu ochiq yig'inga qatnash huquqi bor bularning hammasini. Yerlik saylamda saylangan qurultoy vakillarining ochiq yig'in qatnash salohiyati bor. 11-yillik yig'inda 8-navbatlik saylamdagi yig'inga qatnashadi. Agar bular tanlanalasa, buni biz shu yig'in echilishdan burun bularni ko'zdan kechirib chiqib, bu 10 odamdan bu 8i muvofiq bo'pti. Bu ikkisining sharti toza bo'lmasligi buni to'shmaydi ekan. Shunga bu 8iga chaqiriqnoma avatayli. Ma ikkisi qurultoy vakili sifatida yig'inning ochiq yig'ini bu qurultoyning oliy qurultoyning ochiq yig'iniga qatnashsa bo'ladi. Ammo parlament a'zolarining qatnashishi kerak bo'lgan ichki yig'inga qatnasholmaydi ya'ni. Bu yerlik saylamda saylanganlar bu xalq vakillari bo'lib, bular qurultoy vakillari bo'lib, bular resmi parlament a'zosi hisoblanmaydi. Undaqda ular parlament a'zolari yana bu hozir mavjud bo'lgan hukumatning apparatlarining tekshirib tadqiq qilishi, parlament a'zolarining mavjud bo'lgan parlament a'zolarining 3/2 ovoz qo'shishi bilan vujudga chiqadi. Hukumatning shu oliy qurultiyi 3 bosqichlik elib beriladi. Birinchisi xalq vakillari qatnashgan ochiq qismi. Ikkinchisi parlament a'zolari qatnashgan jumhur raisining saylanadigan qismi. Undan keyin jumhur raisining buyrug'iga asosan bosh ministrning saylanadigan qismi. Undan keyin shu bosh ministrning berilgan huquqqa asosan ministrlarni bekitish qismi. Ministerlar bekitilib bo'lgandan keyin undan keyin Cumhur raislik kabinetda o'tirib chiqadi, ya'ni barliq keladi yani. Bu bizning hokimiyat shaklimiz bu shu yani. Xalq hozir faqat o'zining vakillarini ham saylay oladi. Vakillarning ichidan parlament a'zolari chiqadi. Parlament a'zolari Cumhur raisini saylaydi. Cumhur raisi hozir yakunsiz o'zini ko'rsatgan nomzodlarning ichidan bosh ministrni ko'rsatdi. Parlament a'zolarining tasdiqi 3/2 tasdiqi bilan bosh ministr borliq keladi. Bosh ministrlikka rasmiy huquq berilgandan keyin bosh ministr o'zining ministrliklarini belgilaydi yani. O belgilashda uni ovoz qo'ymaydi. Uni bosh ministr o'zi qaror qilsa bo'ladi yani. Ovoz qo'ysa texmi yaxshi bo'ladi. Masalan, parlament a'zolari o'zining parlament raisini saylab chiqadi. Eng boshda parlament raisi saylanadi. Undan keyin parlament raisining yetakchiligida parlament a'zolari o'zining raisini saylaydi. Cumhur raisi ko'rsatilgan nomzod yoki bo'lmasa 3/2 ovoz bilan parlament a'zolarining qo'shilishi bilan bir bosh ministrni bekitadi. Bosh ministr undan keyin ministerlarni bekitadi yani.
Hükümetin ali rehberleri hem ministrlerden Cumhur Reisi kabinete oturup çıktı. Tamam. Undaqda hazırkı ahval qandarak bu qaysi dövletlerden saylam qılıp yerlik saylam tügidi muvaffaqiyatli qaysi dövletler işlanyaptı? İşlenmeye qılıp dövletler mi barmı? Ularga bu vaqtda nima deylar? Bütün muhaciretdeki halkımızın eğer imkaniyet yaratalırsa müstemlik asildeki Şərq Türkistan halkının Şərq Türkistan sürgünlük hükümeti teşebbüs kılayotgan umumi halk avaz qo'shadigan saylam seferberligiga avaz qo'shishini umid qilamiz. Hozirgacha bo'lganlarlikda Amerika, Kanada, Fransiya, Norvegiya, ondan keyin Avstriya qatorliq davlatlarda yerlik saylam elib berilib, xalqimizning seferber qilinishi bilan, ochiq oshkora e'lon qilinishi bilan saylam seferberlik e'lon qilinib, yerlik saylamlar elib berildi. O'zining qurultay vakillari saylab tanlab chiqildi hozir. Undan boshqa yana bu bizning Belgiyada bu saylam işleri elib berildi hem neticelik ahırlaştı. Hem de Gollandiya, Germaniya, şununla o'xshash yana bir qism Yevropadagi davlatlar, undan keyin Yaponiya, undan keyin Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonlarda yerlik saylam elib berilish oldi turibdi. Rossiya qatorliq davlatlarda bu yerlik saylamlarga Şərq Türkistan xalqining qizg'in avaz qo'shishini, qo'llab-quvvatlashishini, o'zining milliy irodasini shu Şərq Türkistan Cumhuriyeti sürgünlük hükümeti orqali reallikqa aylantirishda bu saylamning besib o'tmasi bo'lmaydigan bir ko'rik ekanligini hamma odamning tabiiy ravishda qabul qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Menimcha bu yerlik saylamlar to'liq oxirlashgandan keyin mavjud bo'lgan parlamentimizda qurultay vakillarining tekshirib chiqariladi. Ularning kimlarning parlamentda a'zoligiga yuksalganligini yoki bo'lmasa kimlarning shu qurultay vakili sifatida, ya'ni xalq vakili sifatida bu Şərq Türkistan Cumhuriyeti sürgünlük hükümetining oliy qurultayining ochiq qismiga qatnasha oladiganligi qaror qilindi. Yig'in ochilishdan burun qaror qilindi ham yig'in ochilishdan burun qurultay vakillariga ham parlament a'zosi bo'lganlarga uqtiriladi. Undan keyin bu bizning asosiy qonunimizda hukumatni qurgan yoki bo'lmasa uzoq yil hukumatning tarkibida muhim xizmatlarni o'tab kelgan bir qism muhim odamlarning to'xtamay parlament a'zosi bo'lish bo'lmaslik masalasi muzokara qilinmaydigan bir an'anamiz bor bizning. Ammo biz hozir texniki demokratik bo'lsin, bu yerda bir diktator bir odizlar, shaxsiyatchiliklar, manmanchiliklar o'tirg'i chiqib qolmasin deb qarab, yerlik saylamda mayli u tarixi uzun bir milliy inqilobchi bo'lsin, hukumatni qurish qatnashgan odam bo'lsin, hammadan tang o'zining shu 2019 yil 11-oydan keyingi parlament a'zosiligiga iltimos qilsin deb qaradik. Masalan, men uzoq yildan beri, ya'ni 2006 yildan tortib Şərq Türkistan Cumhuriyeti sürgünlük hükümetida vazifa o'tab kelgan muhim bir odam bo'lgan bo'lsam garchi, yanada bu qatam Şərq Türkistan Cumhuriyeti sürgünlük hükümetiga birinchisi xalq vakili bo'lish, ikkinchisi parlament a'zosi bo'lish iltimosini jadvalini to'shqizib imzo etishim kerak. Bu o'lcham yana hukumatning boshqa oliy rahbarlariga o'xshash kuchga ega. Undan keyin boshqa koni parlament a'zolariga kuchga ega. Biz har bir davlatdan 10 dan qurultay vakili saylab berishni xalqimizga murojaat qildik. Xalqimiz saylagan shu 10 odamning ichida hukumatning ichidagi burunqi
vazifa elib kelgan yoki bo'lmasa vazifa olmasin parlament a'zosi bo'lib kelgan normal odamlarmi bor deb tushunishinglarni umid qilamiz. Texdimi demokratik, texdimi ishonchlik, texdimi qoyil qilarlik bo'lsin deb bu saylamni mushundaq davomlashtiryapmiz. Yana alayda bir deb qo'ydigan gap, men boya hukumatning ichki krizisi bir murakkab bo'lgan xalqaro siyosiy atmosfera sababidan, ikkinchisi hukumatning hozirgi alidajlik huquqlarini tutayotgan odamlarning ma'arif, ta'lim, tarbiya, orq ko'rinishining o'xshamasligi, uningkin o'xshamagan rayonlarda turib bu masalaga qarayotganligi jihatdagi farqlar sababini krizisga ketib qolganligini aytdim. Endi mush hukumat siz yana milliy davoni ilib bag'ini bo'lmaydi deb qarayotimiz. Şoň hökümetni yaxshi islohot qilish, zamoniylashtirish, ham taraqqiy qildirishda yangi bir o'zaro ittifoqlashib kurash qila oladigan bir rahbarlik apparatini tiklab chiqish ishi uchun bu bir yaxshi bir fursat deb qarayman. Yerlik saylamni ilib berish. Xalqimiz o'zi eng ishonadigan, qobiliyatli, bilimli, haqiqiy vatanparvar, haqiqiy millatparvar odamlarni mush yerlik saylam orqali hukumatga kirgizsa, ondan keyin 11-ayning 12-kunchi kuni echiladigan mush saylamda biz hammamiz o'zimizning vazifasidan istifa beramiz, ya'ni boshda. Bu yerda na vaqtliq cumhuriyet raisi, na parlament raisi, na bosh ministr degan narsa qolmaydi bu yerda. Şoň xalqimiz mush fursatni ching tutib, kelajakda o'zaro ittifoqlasha oladigan, birlasha oladigan, hamkorlasha oladigan bir kadroni o'tirib chiqarsa, bu xalqimizga kelayotgan eng oxirgi fursat aziz qarindoshlar. Ondan keyin bu milliy da'voda bir jonlanish, kuchlanish, taraqqiyot o'tirib chiqadi. Agar mush fursatni sal qarab, hukumat uchga parchalanib ketibdi-ey. Hukumatning cumhuriyet raisi bilan parlament raisi bilan bosh ministr chiqish yapmoqchi. Ular üç grup bo'linib bir-biridan urush qilib o'tibdi-ey. Bundaq yalğan, yavdaq, yüksek sözlerge, sözcüklerge xalqimizdan işenmeslikini ümit qilaman. Men bayı dep qo'ydim. Ziyatsiz jamiyat taraqqiy qilmaydi. Bizga o'xshaydigan bir millatning hukumati mana mushundan ko'rib olishga bo'ladiki, boshqa shaklda bo'lish mumkin emas. Agar bizning o'rnimizda boshqa birovlar bo'lgan taqdirda milliy da'vodagi, ya'ni Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümeti agar taraqqiy qilaman, ol qarab bir qadam olaman desa, mushu masalaga jiddiy to'sh kelayapti. Biz shunga hozir men shundaq umidliki, mushundaq bir xil vaziyatda saylanning to'g'ri kelgani yaxshi bo'ldi. Xalqimiz eng avval Janobi Alloh, undan boshqa xalqimizning fikri davomli o'yg'oq holatda turibdi. Ular haqiqatan to'g'ri qarorni belgüçi, haqiqiy to'g'ri bir kadroni, haqiqiy bir to'g'ri rahbarlik apparatini qurib chiqaydi desa, ular cho'qim qura oladi. Shunga bu 11-ayning 12-kunchi kunidan keyin Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümeti burunqi har qanday vaqtga o'xshamaydi aziz qarindoshlar. Şoň shu yerlik saylangan ko'ngil bo'lishinglarni, haqiqiy vakilinglarni o'tirib chiqirib berishinglarni, agar Allah burun saylam elib berib bululdi degan davlatlarda agar mushu to'rdan, mush qitimliq saylamdan tushib qolgan, yana qobiliyatli, bilimli odamlar bo'lsa, o'zinglarni bevosita bizga tunishinglarni, bildirishinglarni, bundan keyin hukumatning ishlariga aktiv qatnasha oladiganliklarini iborat iltimosinglarni bizga sunishinglarni umid qilamiz. Bundan keyin bu saylam elib berilayotgan rayonlarda bu saylamning qanday muhimligini hozir bildinglar sizlar. Agar saylamda biz uzil-kesil g'alaba qila olsak, muvaffaqiyat qozona olsak, natija topib olsak, u chaqda bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümeti xalqimiz kutgan bir qurilishga aylanadi. Hukumat xalqimiz kutgan bir qurilishga aylanmay turib, ya'ni ilgirki kon holatda elib berilayotgan bu da'volarning daraxtidan meva tushmaydi aziz qarindoshlar. Men mushuni alayda astiga sizib xalqimizga aytmoqchi. Hürmetli Köreş Ataxan efendim, bir qancha meseleler biraz aqllarga sual tashladi.
Birinchidan, yerlik saylamda saylanıp chiqqan yoki nomzod qilib ko'rsatilgan davlatlardan 10 dan odamlar 11 oyda ilib borilmoqchi bo'lgan yig'inga kirishdan ilgari hozirgi mavjud Sharq Turkiston sugun hukumatida apparatlarida xizmat o'tayotgan kishilar tarafidan, ya'ni mas'ullar tarafidan bir qatim tasdiqlangan bo'ldi. Mush tasdiqlash bosqichining o'zida adolat bomba qilib qilish ehtimolligi bormi? Hammadan o'zining ko'michik cho'g'dasi bo'lmaydi. Masalan, bu yerda albatta men bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündü hukumatining ma vazifasiga qo'yilsam, texmi yaxshi ish qila olmayman, texmi yaxshi natijalarni xalqimga sunib bera olmayman. Men mushu vazifaga talib bulayotgan, igi chiqayotgan odamlarning ichidagi eng iqtidorlisi deb o'ylasa bo'ladi. Har bir odamning erkin saylanma qatnashish, o'zining fikrini aytish, ochiq oshkora aytish ham xizmatlarga yetakchilik qilish huquqi bor. Ammo uni eng dastlabda xalqimiz e'tirof qilgan bo'lishi kerak. Xalqimiz e'tirof qilmay turib, shaxsiyatchilikka berilib, meni saylasin degan bir yomon niyat bilan faqat saylanni o'tib chiqish uchun, milliy da'voda g'alaba qilish uchun emas, faqat saylanni o'tib chiqib, o'zining o'rnini saqlab qolish uchun elib berilayotgan harakatlar bo'lib qolsa, biz buni qat'iy qarshi turishimiz kerak. Xalqimiz bunga nazoratchilik qilish kerak. Agar bizning yerlik saylanni elib berish jihatda agar bir xatarliklar yuz berib qolgan bo'lsa, yoki bo'lmasa xalq vakillarini bekitish, parlament a'zolarini saylash jihatda hukumatning ichidagi bir qism odamlarning yomon g'arazlari yoshirilib qolgan bo'lsa, buni fosh qilishimiz, saylam ishilishdan burun bu xatolikni tuzatishimiz uchun hukumatga sharoit yaratib berishimiz kerak. Xalqimizning kutadigan muhim bir umidimiz bizning mana shu. Biz bu qitimliq saylamning to'liq demokratik, adil, haqqoniy bo'lish tarafdori yana. Shu sababdan biz mushundaq bir xil hodisa yuz berib qolmasin, saylam adil bo'lsin deganni nazarda tutib, har bir davlatdan qurultay vakillari 10 dan oshmasin degan bir shartni qo'ydik. Masalan, qurultay vakilligiga ba'zi davlatlardan 20 dan 30 dan odam saylanib ketgan ahvollarmi bor. Ularning hammasini biz yig'inga qatnashtirmaymiz. Yig'inga har bir davlatdan 10 dan odam qatnashadi. Agar 10 vakil ko'rsatib bermagan davlatlar bo'lib qolsa, masalan 4 dan, 3 dan yoki 6 dan odam qatnashtirsa bo'ladi. Hamdash 10 deganimiz shu Sharq Turkistonliklar eng ko'p o'ltiraqlashgan rayonlarga qartilgan. Shunga 10 dan ortiq vakil ma'lum bir davlatdan qatnashtirilmaydi. Ashundaq bir haqqoniyatsizlikning, tengsizlikning, adolatsizlikning o'tirib chiqib qolmaslik uchun shu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündü hukumatining 4-oyning 20-kuni Amerikada ochilgan qurultayda vaqtliq Cumhuriyet raisimiz G'ulom Osmonning yetakchiligida ochilgan yig'inda shunday bir qaror ilingan edi. Biz shu qarorning ro'yiga asosan o'sha yerlik saylamda qurultay vakillarini saylagan chog'da qurultay vakillarining sonini shu son bilan kontrol qilib turyapmiz hozircha. Endi favqulodda bir ahvollar uning sirtida. Keyin saylamdan keyingi planlar haqida bir ishga to'xtalib berishni to'g'ri ko'rsatadi. Hozir nurg'un sharoitlar pishib bitilgan bir ahvolda turyapti. Xalqimiz davomliqla boshqa millatlarning bo'yin turqi ostida yashab kelgan bir xalq bo'lganligi uchun mayli vatanimizda bo'lsin, mustamlakasilik vatanimizda bo'lsin, mayli muhojiratda bo'lsin, xuddi bu hukumat yoki Xitoy hukumatidek bo'lishi kerakdek, yoki bo'lmasa o'zi yashayotgan davlatlarning hukumatidek bo'lishi kerakdek,
O'ziga hech qanday egrilik tushmagan bir hukumat bo'lishi kerakdek. Faqat xalqimizga g'amxo'rlik qiladigan, yordam qiladigan, shashrat yaratib turadigan bir hukumat bo'lishi kerakdek o'ylab qolyapti. Amaliyotda bu hukumatning garchi qurilg'ini 15 yil bo'lgan bo'lsa-mu, hozirgachilik tehi bu vaqt bo'ldek bo'shga matab qo'yilgan bir hukumat ekanligini, uning qanot quyruqlarining to'liq chiqib, yetilib, mukammallashib, rasmiy bir hukumatga aylanmaganligini tehi bilmayapti bu odamlar-chi. Biz endi shu hukumatni sen bu vaqt bola emas. Sen hozir 15 yoshga kirib qolding. Yana 2 yildan keyin balog'atga yetasan. Yana bir qancha yildan keyin o'ylanishing, o'choqliq bo'lishing kerak. Sen ota-ona bo'lasan. Endi o'rningdan qop. Endi bir ishlarni qilishni o'yla. Endi matrib qarab mang deyapmiz. Bu gapni xalqimiz biz bilan birlikda deyish kerak buni. Osmondan biz tushib, bizga bu ishni qilib bermaydi. Cenab-ı Allah bizga debdikin, yaratishni yaratib qo'ydim, yaralish o'zingdan deb. Bu tayya bir yerdan pokka tushgan hukumat emas, aziz qarindoshlar. U faqat qurilgan, u bir mavhum narsa. U bir ma'naviy narsa. Uning hozirgi holati rasmiy bir hukumat emas, u bir ideologiyalik shakli, u formula. Buni reallik aylantirish hukumatning ichidagi 30-40 odamning ishi emas, bu butkul bir millatning tirishchiligi bilan vujudga chiqadigan ish. Hozirgi kechlik biz bu fikrni, bu ko'zqarashni milliy da'vo qo'shinimizga keng yaydik. Milliy da'vo qo'shinimizda davomli milliy mustaqillik cho'qqinlari kuchayib beryapti, taraqqiy qildiryapti. Üzül kesil milliy mustaqillikdan boshqa yo'l bizning istiqbolimiz emas. Boshqa yo'l orqali biz maqsad murodimizga yetolmaymiz. Bizning milliy irodamiz davlatimizni qaytadan qurish. Davlatimizni qaytadan qurish uchun xalqaro jamiyatga yoki xalqimizga yetakchilik qilish uchun bizda nufuzli bir organ bo'lishi kerak. Xalqaro jamiyatni qabul qila oladigan, e'tirof qila oladigan. Muşu nüfuzluk organının o'rnini faqat bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümetiyle reallik aylandıralaydı. Şunu hükümetin qaytadan qurup, taraqqiy qildirib, isloh qilib, yengilab, zamonga loyiqlashtiradi degan cho'qan keyin kuchayib ketadi. Mushundaq vaqtda ish buzadigan ovozlarmi oraliqqa qistirilib kirib, xuddi bir obdan programma berayotgan radioga boshqa bir ovozlar qo'shilib, ovoz garang-gurung chiqib ketganga o'xshash, shavqin ko'tarilib, aytilayotgan gaplar, programmalarni anglag'ini bo'lmaydigan shaklga bo'lib ketayotganga o'xshash, hukumatga ichki ham tashqi jihatdan buzg'unchilik, ta'tib tashviqotni kuchayib ketadi, aziz qarindoshlar. Shunga nayt sagak bo'lishinglarni, chechen bo'lishinglarni, o'zinglarning hukumatiga o'zinglarning ega chiqishinglarni umid qilamiz. Endi hozir shu Sharq Turkiston milliy davosida 10 odam bor deb qarasak, hozirgacha bo'lgan araliqda shu milliy davo sepidagi 5 odam Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hukumatini qo'llash tarafda turguliq, aziz qarindoshlar. Hozir bir qism markaziy tashkilotlarimizda 15 tashkilot bor, 15-20 ga yaqin. Ama şu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümetimi o'rnidan dast turib ketsa, biz Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümetinin kunlik ham bayroq ostida harakat qilamiz deydigan 10-20 tashkilot bor, aziz qarindoshlar. Hozir o tashkilotlarning muhim rahbarlari, raislari, kadrosidagi yana idora jamiyatidagi insonlarning hammasi Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümetinin ichiga kirib, parlament a'zosi bo'lib o'tirib bo'lgan holatda turyapmiz, aziz qarindoshlar. Biz shu tayyor bo'lgan mevani qo'limizga olib yeyishni bilaylik. O pokkadan daraxtning shexidan mehnat baskin bir yerga tushib ketmasin. Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hukumatining o'rnini har qanday bir tashkilot to'shqizolmaydi dedim men. Buningki milliy da'vo yangi bir bosqichga kirdi. Yangi bosqichga faqat mushundaq Sharq Turkiston milliy da'vosi Sharq Turkiston xalqiga ofisial shaklda, rasmiy shaklda tamsil qila oladigan,
vakillik qiladigan bir qurilish o'tirg'i chiqish kerak. Siz agar bundan keyingi ishlarni yaxshi ilib boraman desangiz, ya yangidan bir hukumat qurib chiqishingiz kerak, yoki bo'lmasa mush hukumatning ichiga kirib, mush hukumatni isloh qilishingiz, yangilashingiz, zamonlashtirishingiz kerak. Endan boshqa yo'l yo'q, aziz qarindoshlar. Endi biz hukumatning muhim odamlari bo'lish sifatimiz bilan bu qatim sizlar bilan mush ekranda 3 odam yuz ko'rishmoqchi tuqasli. Birinchisi bizning vaqtliq Cumhuriyetimiz G'ulom Osmon efendi, ikkinchisi İsmail Chingiz efendi baş ministerimiz, men parlament reis bo'lish sifatim bilan xalqimiz bilan mush ekranda yuz ko'rishib, hukumatning navbatdagi vaziyati, undan keyin elib berayotgan yerlik saylamdan keyin qildigan ishlarimizni xalq bilan o'rtoqlashishimiz kerakdi. Bizning vaqtliq Cumhuriyetimiz G'ulom Osmon efendi xalqimizga, ya'ni boshqa bir xil shaklda javob berib bu ishni tugatdi. Undan keyin İsmail Chingiz efendi, Kurash efendi, bu sizning da'vat qildiringiz, o'ylaringiz, planlaringiz, g'oyangiz butunlay mening g'oyam, o'yam, xiyolim, orzuyim. Ya'ni siz ham o'zingizga ham menga vakillik qila olasiz. Siz agar xalqimiz bilan bu hukumatimizning tavri, maydoni, pozitsiyasini sizlar o'rtoqlashsangiz deganlik uchun men sizlarning oldingizga chiqib ekranda sizlar bilan ham bu yerda yuz ko'rishyapman aziz qarindoshlar. Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hukumati hozir sizlarga bir fursat berdi. Bizning Cumhuriyetimizdan tortib bosh ministerimizga vaqacha, hatto men ham parlament a'zolarimizga vaqacha hammaga nisbatan ishni ichib etgan bir holat turibmiz. Hukumatning ishlarini biz yaxshi bajarolmagan bo'lsak, hukumatning ishlarini taqdim yaxshi bajaradigan odamlar uchun biz yo'l hozirlab berdik. Ko'rib bu provatimiz ham shunday bo'lib turibmiz. Şuna şu yerlik saylanlarını elib beriş hem 2019-yildagi oliy qurultayni echish bu milliy da'voyimizga nayt davr bo'lgich muhim bir ish, aziz qarindoshlar. Şuna sizlar o'zinglarning bu hukumatiga bu da'voyinglarga ega chiqinglar, xalqimizning oldidagi o'zinglarning burchini ado qilinglar. Milletimizning, ajdodlarimizning ham avlodlarimizning umidini qo'ymasliklarini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Masalan, biz şu düşman şu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hukumatining 2019-yildagi saylamining muvaffaqiyatli echilib kelishining oldini olish uchun bizga o'xshamagan vasitlar orqali yomon ta'sir ko'rsatib, xulqimizga kelib shaytondek pichirlab, aslidan qo'lashmayotgan, aslidan birlashmayotgan, aslidan normal elib berilanmayotgan rəhbərlik qatılımımızın işlərini təqdimi içki taşqı cəhətdən buzub yutub bardı qarindoshlar. Əgər sizlər həqiqətən hökumətinizə iki çıxıb, hökumətin bunun keyingi xizmətlərinin ravan tərəqqi qilishigə kafolatlik qila olsanglar, milliy da'voyimiz haqiqiy taraqqiy qilsin, milliy mustaqilligimiz amalga oshsin, Xitoy zulmi oxirlashsin, millatimizning ko'zidagi yoshlar qurisin, yuritiga erishsin, saodatmen hayat kechirsin, erkin yaşasın, başka milletlerge o'xshash qadrini tiklisin. Anam, açam, singlim, hammam, tag'am Xitoyning jazo lagerlaridan qutulsin. O'ltirilayotganlarning o'ltirilishi to'xtasin. A'zolar elib setilayotganlarning hayoti saqlab qilinsin, qo'g'dab qilinsin. Xitoy bo'yinturuq asrida yashavermayli, Xitoy degan safasi, saviyasi Uyg'urlardan nayt tuvan turadigan bir millat. Bu millet to'xtamay bizni mushunaq eziyvermisin. Bizmi bir hur azat millatlarga o'xshash, Isroilga o'xshash, Germanlarga o'xshash, Fransuzlarga o'xshash, Inglizlarga o'xshash bir ma'naviyatga ega kuchli bir millat biz. Bizmi shu dunyo siyosatiga aralashib, hur azat mustaqil bir hayotimizni boshlaydi deb qolsanglar, yana bu bir boshlanish. Birinci qadamda hem arzunun amalga oshug'ini bo'lmaydi. Siz shutining birinchi vaqinisiga chiqib o'gizga chiqdim desangiz bo'lmaydi. Uyg'urlar sağan nurg'un binolar bir qavatlik aziz qarindoshlar, hozir 100 qavatlik, 200 qavatlik binolar selinyotdi. 100 qavatlik, 200 qavatlik binolarga u Uyg'urlarning shuti bilan chiqinolmaydi tehi. Bir qavatlik binoga Uyg'urlarning shu yasagan shutisida faqat siz baldaq chiqa olasiz tehi. Bir qadam besiblam hamma narsa amalga oshmaydi. Dunyo bek o'zgarib ketdi hozir. Dunyo din, irq ham kulturaga asosan emas, insonlarning ong sevgisiga asosan 6 millatga ayrilibdi hozir. Dunyo
insoniyat 6 sinfga ayrılıptı. Birincisi tug'ma holatdagi odamlar, ikkinchisi oila tarbiya saviyasidagi odamlar, üçüncüsü o'rta maktab saviyasidagi odamlar, to'rtinchisi universitet saviyasidagi odamlar, beshinchisi universitetdan yuqori saviyadagi odamlar, oltinchisi dunyo haqiqiy ilmiy jihatdan, moddiy jihatdan, hokimiyat jihatdan igdorchilik qilayotgan odamlar. Mushu 6 millatga ayrildi ekan hozir. Bularning yashayotgan boyutlari bir-birisiga o'xshamaganligi uchun bir sinfdagi odamlar yana bir sinfdagi odamlarga qarasa xuddi maymunlarga qarayotgandek yoki o'rmonga qarayotgandek yoki tosh chammikisiga qarayotgandek qarayotadi hozir dunyoda. Ya'ni biz endi bu Uyg'ur xalqi bir shaxs bo'lish sifati bilan men qaysi ko'p boyutga ta'vaman bilmayman uni. Men 4-boyutga ta'vamiki deb o'ylayman o'zimni. Ama biz bir millet bo'lish sifatimiz bilan biz yangidan tug'ilgan hayvonlarga yaqin bir boyutga ta'va bir millatmi yoki bo'lmasa boshlang'ich saviyani tamomlagan bir odamga o'xshaydigan bir millatmi biz yoki o'rta maktabni bitkazgan bir odamga o'xshaydigan millatmi biz yoki bo'lmasa universitetni bitkazgan bir odamga o'xshaydigan millatmi biz mush narsalarni bilgan chog'imizda nima uchun qarindoshlarimiz bizga ega chiqmaydi, nima uchun dindoshlarimiz bizning manfaatimizga mos keladigan shaklda fikr bayon qilmaydi, nima uchun dunyo xalqi Uyg'ur xalqining ovozini anglamaydi degan nurg'un masalalar o'tirib chiqdi aziz qarindoshlar. Agar bir millatni shu millatning ichidagi eng ilg'or sarxil bir sinf yetaklaydi, shu millatga shu sinf vakillik qiladi deb qarasak, menimcha Uyg'ur xalqini 4-boyutga ta'va yana yuksak qobiliyatga, iqtidorga, aql farosatga ega bir sinfga ta'va deb qarasak bo'ladi. Hatto bu jihatni ilib o'tgan chog'da bir butun Xitoy millatining safasi Uyg'urlarnikidan tuvan aziz qarindoshlar, nomus qilishimiz kerak. Safa jihatdan, kollektiv safa jihatdan Uyg'urlardan tuvan bo'lgan bir millatning hokimiyati ostida qul bo'lib, mustamlik bo'lib yashash bir nomus aziz qarindoshlar. Hammalar agar qutulayli desanglar, bizning talab qilayotganimiz Xitoydan kishilik huquq emas, demokratiya emas, avtonomiya emas aziz qarindoshlar. Bizning talab qilayotganimiz o'zimizning zimini, milliy mustaqilligimiz, egilik huquqimiz, ayrim davlatimiz. Biz xatolik o'tkazsak, o'zimizning qonun asosida jazolanishimiz kerak. Bizni terrorist, milliy bo'lgunchi yoki bo'lmasa radikal islomchi deb boshqa bir millat bizni jazolashining hech qanday keragi yo'q aziz qarindoshlar. Qonuniy jihatdan o'zimizning manfaatlarimizni qatlam, qavat qo'g'dab qilish ishi cho'qim o'zimizning qo'lida bo'lishi kerak. Uyg'urga o'xshaydigan bir millatning masalasi, ya'ni erkinlik masalasi, demokratiya masalasi, kishilik huquq masalasi milliy mustaqil bo'lmay turib amalga oshmaydi. Milliy mustaqillik yetishimizning tunji qadami xalq umumyuzlik safarbar qilingan yerlik saylovlar orqali qurultoy vakillarini, parlament a'zolarini saylab chiqib, qurultoy a'zolari ham parlament a'zolarining ovozi orqali o'zining jumhur raisi, parlament raisi, undan keyin bosh ministerni saylab chiqib, mushada markazlashgan milliy iroda asosida milliy da'voyimizga yetakchilik qila olsak qarindoshlar, bu ishlar oson qarindoshlar. Hammadan muhimi biz yaxshi tashkillanishimiz kerak. Men necha qatam dedim, biz milliy da'voyimizda taraqqiy qilaylik, kuchlanaylik desak, avval uyg'unish davrini boshdan kechirishimiz kerak. Mush hukumatimizga ega bo'lib o'tirg'i chiqsak, hammamiz bu bir uyg'unish hisoblanadi yani. Undan keyin biz mukammal tashkillanishimiz kerak. Tashkillanish degan gap yerlik saylam degan gap. Yerlik saylamni yaxshi ilib bir olsak, mukammal tashkiliy apparatimiz o'tirg'i chiqadi. Mukammal tashkiliy apparat degan narsa nima? Tuvan yuqoriga angliq bo'ysunish, yuqori tuvanni adil idora qilish degan gap. Mana bu hokimiyat, mana bu hukumat bu. Agar siz uyg'onmagan bo'lsangiz, tashkillanmagan bo'lsangiz, vakillaringizni saylab chiqmagan bo'lsangiz, rahbarlaringizni o'zingiz bekitmagan bo'lsangiz, o'zini rahbar qilib olgan odamlar sizning huquqingizni yurgizadi. Milliy da'voyingizga yetakchilik qiladi. Yoki boshqa millatlar ega bo'ladi sizning ishingizga, shuning bilan bu sizning ishingiz mangmaydi. Hozir nurg'un markaziy tashkilotlarimiz Sharq Turkiston xalqining milliy irodasi bo'yicha emas, shu tashkilotlarga yordam qilayotgan odamlarning shaxsiy qiziqishi bo'yicha harakat qilyapti. Yana bir qism odamlar hozir Sharq Turkiston milliy da'vosi uzil-kesil mustaqillik cho'qqanlarini ko'tarib ketishining oldini olish uchun shaytonga o'xshash harakat qilib, bizni yudab, uxlatib,
bedenimizni, aqlimizni, zihnimizni narkoz qilib hozir uxlatish uchun harakat qilyapti. Ular qasddan, maqsadlik ba'zi o'yinlarni o'ynab chiqyapti xalqarada. Ba'zi tashkilotlarni darajadan tashqari mubolag'alashtirib bizga yana yo'lboshchi qilib bekitib turadigan, ba'zi odamlarni o'zining orzusi bo'yicha bizga rahbar qilib bekitib turadigan, xuddi Temur Davomatni, Ismoil Ahmadni rahbar qilib qo'yganga o'xshash, Ablat Abdurashidni rahbar qilib qo'yganga o'xshash. Bizga tashkilotchilikni o'gitib turadigan, rahbar bo'lishni o'gitib turadigan, milliy da'voga yetakchilik qilishni o'gitib turadigan ishlarni boshqalar qilib bermasdan biz o'zimiz qila olamiz asli. Eng dastlabda sizlar o'zinglarning manfaatiga o'zinglar ega chiqishinglar kerak. O'zinglarning ichidagi mushu milliy da'voga, mushu hukumatga ega chiqa oladigan odamlarni, qobiliyatli odamlarni, bilimli odamlarni, talantli odamlarni, tajribali odamlarni o'zinglar tanlab mushuni ichiga kirgizishinglar kerak aziz qarindoshlar. Mush qadamlarni bosma qilgan ishlaringlarning hammasi xuddi qimavozning tavqadagi ishiga o'xshaydi. Unda hech qanday bir natija, istiqbol, g'alaba, nusrat bo'lmaydi unda aziz qarindoshlar. Biz ilmiy planlashimiz kerak bu ishlarni. Xalqaro o'lchamlar asosida ilib berishimiz kerak. Bu Sharq Turkiston Cumhuriyati sürgün hukumatining asos qonuni xalqaro asoslar, xalqaro o'lchamlar, xalqaro qonuniy imkonlar asosida o'tirg'i chiqqan narsa bo'lganligi uchun bu asosda ilib berilgan milliy da'vo xuddi ilmiy tarixchilik qilganga o'xshaydi. Sizning ilmiy bir loyihangiz bo'lmasa, bir binoni misollanmaysiz, mashinani yasamaysiz, paraxodni yoki aeroplanni loyihaligini bo'lmaydi. Uyg'urlarning notiga qaramay chaladigan 12 muqom emas bu. Milliy mustaqillik harakati, davlatni qaytadan qurib chiqish harakati, ig'lik huquqini qo'lga olish ishi. Bu texdimmi yüksek qobiliyat, texdimmi yüksek aql, texdimmi yüksek farosat, texdimmi yüksek chora tadbir talab qiladigan ish bu. Vaziyatga, jamiyatga loyiq darajada o'zingizni isloh qilishingiz kerak. Kompyuterning eng yangi modeli har kuni o'zini update qilib turadi, installasyon qilib turadi, konfiguratsiyon qilib turadi. Nima degan gaplar bu? Bu milliy da'vodimi biz yengilish, isloh qilish, taraqqiy qilish, ijobiy qadam olish, natijani qo'lga keltirish, bu ishlarni o'ylashimiz kerak. 2002 yil men chet elga chiqqan chaqda bu tashkilotlar mush holatda edi. Hozir kelib qarasam yana shu holatda. İlgirlash yo'q, taraqqiyot yo'q, yengilinish yo'q, zamonaviylik yo'q, ilmiylik yo'q. Biz mush narsalarni vujudga chiqaraylik deyapmizmi hukumat orqali? Hukumatning saylimi mukammal echilsa, aziz qarindoshlar, 20 dan ortiq Sharq Turkiston tashkiloti hukumatning bosgan bir tugmasi orqali harakat qiladi. Bir tugmasi orqali o'tirdi, bir tugmasi orqali turadi, bir tugmasi orqali fikr qiladi, o'ylaydi. Markazdan boshqariladi. Xalqaro jamiyatning bizni e'tirof qiladi. Agar Sharq Turkiston Cumhuriyati sürgün hukumati milliy da'voyimizni yo'q deb qarasanglar, sizlarni ya xalqaro jamiyat qanday o'ylaydi, yoki palangonchilarga o'xshaydigan shaklda o'ylaydi, yoki bo'lmasa Xitoy demokratlari saviyasida muomala qiladi, yoki bo'lmasa Xitoy besivilish uchun tahdid qilayotgan Tayvanliklarning vakillariga o'xshash muomala qiladi sizlarga. Yoki bo'lmasa Xitoy territoriyasida yuz berayotgan bir bid'at dinining vakillari sifatida muomala qiladi sizlarga. Uyg'urlarning siyosiy intilishlari, diniy intilishlari, kultural intilishlari orqali urib hozir bir qism davlatlar, dushmanlar. Shunga din orqali vatanimizni, milliy harakat orqali millatimizni, kulturimiz orqali milliy mavjudligimizni qo'g'dab qilish haq huquqi uzil kesil millatimizning qo'lida bo'lishi kerak. Millatimiz yetishtirib chiqqan sarxlarning qo'lida bo'lishi kerak. Mush narsalarning hammani biz joyiga keltirib ishlaylik deb hukumat sistemasiga majbur bo'layapmiz. Hukumatning ichiga ola oladigan narsalarni har qanday bir tashkilot ichiga ola olmaydi dedim men necha qatim. Hukumatning ichiga hamma tashkilotlarni akirib o'rtog'izini bo'ladi, yerlashtirgani bo'ladi, aloqa qurdig'ini bo'ladi. Ammo Sharq Turkiston Cumhuriyati sürgün hukumatining ma'lum bir tashkilotning ichiga kirgizgani bo'lmaydi qarindoshlarim. Bir tashkilotning tarkibiy hukumatni qo'yg'ini bo'lmaydi. Tashkilotlarning hammasi o tashkilot emas dedim men texnik chiqdim. Sizlar to'xtamay hukumatning qusuri izlaysizlar.
Ölçkünün içilip qalsa, iç vaqası qo'yning içilip qalsa o'y to'yit degandek, hamma narsani o'sha hukumat qilib berish kerakdek. Sizlar boshqa millatlarning bir ish qilib berishga ko'nab qolgan millat bo'lganligi uchun mush hukumatning ishini xuddi boshqa millat bir oqshomda planlab qo'yib, degan sizlar qilib berish kerakdek o'ylarsizlar. Sizlar hukumatning bu daraxidan meva olish uchun bu hukumatning daraxiga to'pi ulishinglar kerak. Suv qo'yishinglar kerak. Parvarish qilishinglar kerak. Yashirishinglar kerak. Kech kunduz uni qo'g'dishinglar kerak. Buron chapqullardan, her türlü zerbilerden, yetilayotgan taşlardan. Sizler bu narsalarga ega bo'lmay, tokkida bir narsa ega bo'lib qolsanglar, sizlarning hukumatinglar emas, tajovuzchilarning hukumati bo'ladi. Mushtumzorlarning hukumati bo'ladi. Mustamlikchilarning hukumati bo'ladi. Xalqaro siyonist kuchlarning, tajovuzchilarning, jahongirlarning davlati bo'ladi, aziz qarindoshlarim. Hokimiyat bo'ladi, hukumat bo'ladi. Shunga men hukumatga ega chiqishning birinchi qadami yerlik saylam dedik. Yerlik saylamda xatoliklar yüz bergen bo'lsa buni darhol to'liqlayli. Agar xatoliklar yüz bermagan bo'lsa shu vakillaringlarga tayinib, bu hukumatning ichiga kirib yerlashib, o'zinglarning oliy darajalik rahbarlaringni saylab chiqib, xalqinglarga hokimiyatinglarni yurgizinglar. Bizning hokimiyatimizni faqat bor imkonlarimiz bilan yurgizalaymiz hozir. Qachon biz haqiqiy hukumatga aylanamiz? Vatanimiz mustaqil bo'lgan chog'da. Ay yıldızlık kök bayrak Tağ'ın asmını cevlan qilgan chog'da undan keyin hukumat resmi reallikqa aylandi. Qarindoshlarim, shu chog'da resmi hukumat bo'ladi bu. Shu Sharq Turkiston Cumhuriyet sürgünlük hukumatini biz reallikqa aylantirsak, Sharq Turkiston Cumhuriyet sürgünlük hukumatining modaliyati o'zligidan hal bo'ladi. Masalan, Tibet sargardon hukumatiga yilda 13 milliondan ortiq pul berdi ekan. Xalqaro tashkilotlar, xalqaro jamiyatlar. Hozir Sharq Turkiston Cumhuriyet sürgünlük hukumatiga 13 euro, 13 dollar biz bedel pulu tapşırmayotgan bir holat turyapmiz. Hem özümüz maddi jihatdan qo'llasak, hem aql bilim jihatdan qo'llasak, hem odam kuchi jihatdan qo'llasak, undan keyin hukumat rasmiy bir shaklga kelsa, xalqaro jamiyat nima projang bor, nima ish qilmoqchisan, sen kim deb so'raydi bizdan. Hozirgi holatimizda xalqimiz qo'llamagan ahvollarda iqtisodiy, siyosiy, aqliy bilim hem odam kuchi jihatdan mukammal bo'lmagan bir xil ahvollarda biz xalqaro jamiyat kimi ba'zi masalalar haqida bosh uranmaymiz, iltimos sunamaymiz. Biz o'zimizni rasmiy bir odam shaklida tashkillab bo'lgandan keyin, o'zimizni tartiblab bo'lgandan keyin, bir kadro sifatida o'tirib chiqqandan keyin, o'zimizning loyihalarini, projelarimizni o'tirib qo'ygandan keyin, undan keyin xalqaro jamiyat bizni qo'llaydi qarindoshlarim. Biz xalqaro jamiyatning qo'lga keltirishdan avval qul muhtoj, aqlsiz dot bir millatga o'xshash emas, aqlli bir millatga o'xshash harakat qilishimiz kerak. Eng avval o'zimizni tunib yetishimiz kerak. Undan keyin o'zimizni yaxshi tashkillashimiz kerak. Undan keyin xalqaro sistemini tushunishimiz kerak. Xalqaro sistemini tushunmay turib, nima uchun u musulmon turib bizga yordam qilmaydi? Nima uchun Turkiya bizga yordam qilmaydi? Nima uchun Qozog'iston bizni sotadi deb, mushunaq aytiliq dehonga o'xshash fikrlarni qilib, xalqaro islom tashkiloti biz to'g'riliq yaxshi gapni qilmabdi deb. Sen to'g'riliq nima yaxshi gapni qiladi? Sen o'zingni o'ngshab odamdek insonlarga tunishtirolmasang, o'zingning qiladigan ishlarini to'g'ri dunyo xalqiga anglatan o'zingning ishini aplashtirolmasang, seni haqlar to'xtamay boshqa millatning qo'shimchisi qatorida ko'radi. Yoki yo'qotilish jiddiy tug'ilgan bir etnik to'pliq sifatida qaraydi. Biz o'zimizning ishlarni tartib solaylik deydiganmiz. Mavjud bo'lgan xalqaro e'tirof qilingan bir sistemaga tushunishimiz kerak. Mushu asosiy qonunga asosan mush hukumatning ishini biz to'liqlab sifimizni rasmiy tartibga sola olsak, o chog'da hamma ishlarimiz o'zligidan ravonlashib, taraqqiy qiladi. Tabiiyki, to'g'ri rahbarlik bo'lish kerak. Ashning to'g'ri yetakchilik qila oladigan zihniyat bo'lish kerak. Aql farosat bo'lish kerak. Fikr qilmay turib, to'g'ri ideyani topmay turib, xalqni yetaklashning chor tadbirlarini ola oladigan bir zihniyatga ega bo'lmay turib, hukumatni kuchlanmaydi, taraqqiy qilmaydi, davomi taraqqiy qilmaydi. Shunga eng keskin hurmatli Kurashot Axon efendim gap bo'lib o'tdim. Hozirgi ko'ringan avvaldan qaragancha yerli saylamda asosan safarbarlikka qo'zg'atayotgan yoki maqsad qilingan narsa ommaviy asosga ega bo'lish degan fikr bekrak salmoqni egallaydi. Bundaq avval ostida xalqning kuchini jalb qilish demak emas bu. Ama kuzatuvchilarning nazarida, tajriba sohiblarining fikrida
Bir mesele barki, bu Sharq Turkiston sürgün hökuməti hazır mavjud bo'lgan tashkilotlarning qo'llashi bilan, ularning kuch chiqarishi bilan chiqqan bo'lsa yoki tarkiblangan bo'lsa, buni ichida ulardan xurujlangan bo'lsa, andan keyin buning istiqboldan umid kutgili bo'ladi degan fikrlar bor. Bu haqda Sharq Turkiston sürgün hökuməti elib kelayotgan konkret xizmatlar bormi? Bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündeki hükümeti bir adetik normal teşkilat bo'lgan bo'lsa, bu çakı biz allabirun güçlenip gitettik. Bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündeki hükümeti bir sistem bu. Xalqlarda itiraf qilingan bir yol, bir formula, bir qilib. Şuna onun içindeki bütün a'zolarini biz mükemmel şekilde tengshab bo'lmay turib, tertiplab bo'lmay turib, xalqimiz kutgandek amaliy degan ba'zi ishlarni qilib bo'lolmaymiz. Hazır biz qurilish bosqichida turyapmiz. Odam ko'chib kirmagan bir uyni, odam ko'chib kirgandan keyingi funksiyaga ega qilib bo'lmaydi. Odamlar ko'chib kirgandan keyin undan keyin hamma narsa asta-asta tadrijiy taraqqiy qilib harakat etadi. Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümeti hazır qurilish bosqichida turyapti. Endi bu hazır holatini o'tib ketgan tarixdagi 15 yili o boshqami? Bu bir millatning qulluqdan qutilishi, mustamlik asrlik vatanni qutuldirib olishi, azod qilishi bu aldirab qo'lga keladigan narsa emas. Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümeti qurilgandan keyin hozirgacha bo'lgan arliqda o'zining ideologiyalik asosini mustahkamladi. Boşnak deb qarasak bo'ladi. Necha yuzlagan kitob yozildi. Necha minglagan maqola yozildi. Necha minglagan konferensiyalar berildi. Bu bir millatning milliy mavjudligi, siyosiy taqdiri, qonuniy haq-huquqlari bu atrofli elib berilgan, uzoq yil puxta tayyorlik qilingan bir jarayonni boshdan kechirdi efendim. Hazırki gelişlik Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgün hükümetinin kuruluş tarihini biz inkar qilsak qat'iy bo'lmaydi. Evet. Biz faqat bugun qilmoqchi bo'lgan ishimizni 5 yil burun qilolmaydik efendim. 10 yil burun texmi qilolmaydik. Hozirgi mush xalqaro jamiyat, xalqaro vaziyat, siyosiy atmosfera, milliy davoyimizda bo'layotgan o'zgarishlar bizning mushunday qila oladiganligimizga shart yaratib turibdi. Bu bir fursat biz uchun. Eğer biz bunu kılanmasak, milletimiz başka milletinin kuluğu ötep gidiyordu. Milli davayımız tuyuk yolda ketiyordu. Bizning bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündeki hükümetinin güçlendiriş meselesini fakat bu halkımızın bir tehirsiz arzu armaları asasında emas, bütün xalqaro jamiyatning, bizni qo'llayotgan demokratik davlatlarning taqozosi bilan o'tirib chiqayotgan hodisa deb qarasak bo'ladi buni. Bizning mush hükümetini güçlendirishimiz hem taraqqiy qildirishimizni bütün dünya talab qilyapti hozir bizga. Müşahede bir qarindishimiz bir narsa yo'llabdi, men boshda diqqat qilmabdiman. Masalan, bizda mushu milliy davoni yetaklashda men boya dedim, tashkillanish bek muhim. To'g'ri rahbarlik bek muhim. Şu xalqimizga yetakchilik qila oladigan, haqiqatan milliy irodamizga vakillik qila oladigan, to'g'ri yo'lni tepib manga oladigan narsaga chechen, qobiliyatli rahbarlar qo'shuniq yana. Liderga ehtiyojimiz var. Sharq Turkiston milliy davosida liderga ehtiyojimiz var. Masalan, agar Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümeti o'zining rahbarlik apparatini yaxshi qurolmay qolsa, 11-oyning 12-kunki din keyin echiladigan mushu yerlik oliy qurultayda natijelik echilmay qolsa bu qurultay yana Sharq Turkiston xalqiga kelayotgan bir fursat qo'ldan o'tib ketib qoladi. Qo'ldan qochib ketib qoladi. Shunga mushu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümetining 11-oyning bu yili 11-oyning 13-kun echiladigan bu qurultayga hammadan jiddiy qarash kerak. İçki taşqi buzg'unchiliklarning oldini olish uchun butun xalq harakatga kelib milliy manfaatlarimizni qo'g'dab qilish kerak. Biz duch kelayotgan butun krizislardan bizning qutulib qilishimiz uchun Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümetining ichidagi odamlar ham o kuch yetarli emas efendim.
Biz ichki tashqi jihatdan hamkorlashishimiz kerak. Mayli hukumatning ichidagi odam bo'ling, bo'lmang, bu muhim emas. Hukumatning ichidagi hukumatning ichidagi necha odamning hukumati emas. Yoki bu bir tashkilot emas. Bu bir hukumat, bu Sharq Turkiston xalqining hukumati bu. Shu mayli hukumatning ichida bo'ling, bo'lmang, hukumatning tarkibidagi tashkilotlarning a'zosi bo'ling, bo'lmang. Bu qurilishga cho'qim siz qo'l chiqishingiz kerak. Igi chiqishingiz kerak. Buning ichidagi muhim odamlarni qo'g'dishingiz kerak. Ularning chaqiriqlariga ovoz qo'shishingiz kerak. Hukumatga kirib, hukumatning ichida o'tirib olib, to'g'ri fikrga ergashmasangiz, to'g'ri chaqiriqqa ovoz qo'shmasangiz, o'zingizning haqiqiy liderlarini tanlab chiqqanmisiz? O chaqda, ya'ni 11-oyning 12-kundan keyin o'tirib chiqadigan bir apparatmi, ya'ni bu hukumatning to'liq funksiyasini joriy qildira olmaydi. Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümetinin yeni bir zamonaviy, kuchlik, davrga loyiq kadrosi, ya'ni tashkiliy apparati borliq kelsa, Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümeti 2020-yildan tortib Sharq Turkiston milliy harakatidagi nuqtaliq markaziy ham eng oliy siyosiy organga aylanadi. Bu bek oson. Nurg'un qila oladigan ishlarimiz bor. Biz bu milliy davoni bir daraja yuqori saviyada elib berishimiz kerak. Burun koni qiliblar, endi vaqti o'tdi. Klassik milliy da'vo usullarini biz isloh qilishimiz kerak, yengilishimiz kerak. Chunki dunyo o'zgarib ketdi. Dunyoning bu sistemasini tushunmay turib, uni analiz qilmay turib, men boy dedim, o'zimizning mingisini, fikrini xuddi kompyuterga o'xshash update qilmay turib, installasyon qilmay turib, konfiguratsiyon qilmay turib. Ya'ni biz bu da'voga ig'dorchilik qila olmaymiz. Şuna haqiqiy bilimlik, haqiqiy qobiliyatlik, haqiqiy vatanparvar, haqiqiy millatparvar odamlarni tanlab chiqib, Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümetinin rahbarlik apparatini to'g'ri qurib chiqish, rahbarlik apparatiga haqiqiy yetakchilik qila oladigan liderlarni belgilash, bu yana bir bizning o'g'izga chiqadigan shotimizning 2-3 bosimoqlari. Mush narsalar amalga oshsa, ondan keyin hukumatning xizmatlari izg'iga tushadi, milliy da'voning ishlari izg'iga tushadi. Bizning qilmoqchi bo'lgan ishlarimiz amalga oshadi. Milliy da'vomizda taraqqiyot borliq keladi. Parlamentda qancha o'rindiq bo'ladi? Bizning asosiy qonunimizda har 60 ming odamga bir deb qarab, hisoblab, unda bo'lsa, shu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümetinin parlamentida 61 atrofida odam bo'lsa bo'lgan deb belgilangan. Bu muqim ham oxirgi qaror emas. Masalan, agar xalqimizning qiziqligi bek yuqori bo'lsa, masalan bizning parlamentimizda 60 emas, 200, 300 yoki 360 odam bo'lsin bo'ladi deb qarayman. Bizga endi son muhim emas, sifat muhim. Hozir menda har davlatda 10 dan parlament a'zosi bo'lish kerak, qurultoy vakili saylanish kerak deyapmiz, ammo biz sifatga 100% kapolatlik qilolmayapmiz. Chunki hammamiz ko'rib turibmiz, qanchalik odamni yetishtirdi bu millat. Kim parlament a'zosi bo'lishga loyiq? Parlament a'zosi bo'lgandan keyin kim bir ish qila oladi, kim ishlarga to'sqinlik qiladi? Onun foydasi bo'lamdi, u yoki bo'lmasa milliy da'voga yuk bo'lib qolamdi degan savollar bor yana albatta. Biz dogma harakat qilsak bo'lmaydi. Aql bilan ish qilishimiz kerak. O'zimiz nazariy jihatdan haqiqat degan narsalarni amaliyot orqali isbotlashimiz kerak, ya'ni sinashimiz kerak uni. Tayyor yo'l yo'q. Sharq Turkiston milliy harakati xuddi qorong'uda, patqoqlikda, bo'ronchaqulliq bir vaziyat yo'l menayotganga o'xshaydi. Bizning qo'limizni tutib turayotgan faqat bir Alloh bor. O'zimizning rolini to'liq joriy qildira olsak, aqlliq bo'lsak, yiqilib qo'pab, usib, bir yerlarimizni yarlandirib, bir-birimizni yulab, bu zalolatdan, bu zulmdan, bu jaholatdan, bu milliy tragediyadan qutulib ketamiz aziz qarindoshlarim. Hürmetli Reşat Hakan efendim, kişilerin göz karışıda Şərq Türkistan sürgün hükümetininki müstakillikka qarta, yani Şərq Türkistan xalqının müstakilligini qo'lga keltirishda
ismning bo'lishi kifoya qilmaydi. Balki uning ishidagi bir mukammal funksiya va ijro qiluvchilarning sifat sapasi muhim deydigan qarashlar bor. To'g'ri. Xo'sh. Men yerda Nurgul Saud degan bir qarindishimiz, men dastlab diqqat qilmabdiman, bir savol yo'llab qo'yapti, bir fikr yo'llab qo'yapti bizga. Sizlarlik hukumat rasmiy Sharq Turkiston hukumati emas, bir vaqtli hukumat deb. Men to'liqlam berib qo'yay, bizda vaqtli hukumat emas, simvollik hukumat alati turyapmiz. Biz vaqtli hukumat darajasiga yetgan chig'imiz bizning taraqqiy qilgan vaqtimiz hisoblanadi u. Shu qarindoshlarimizning kutgan umidi bu. Biz hozir o'zimizning vaqtli hukumat deyishga mutaxassisligimiz to'shmaydi. Biz qurilish taraqqiy qilish va mukammallash bosqichida turyapmiz. Qarindoshlar. Endi men boya deb qo'ydim, bizga son emas, sifat muhim deb. Undan keyin agar biz o'zimizning to'g'ri bo'lgan rahbarlik apparatimizni qurolmasak, undan keyin o'zimizga bir to'g'ri bo'lgan liderni yetakchi qilolmasak, yana biz mag'lub bo'lamiz. Milliy da'voga hukumat orqali yetakchilik qilolmaymiz. Shunga bu masaladan jiddiy o'ylashimiz, to'g'ri fikr qilishimiz, ilmiy analiz qilishimiz, hukumatning kadrosini, rahbarlik apparatini yaxshi bekitishimiz, undan keyin hammadan muhimi, shu hukumatning apparatining ichida butun xalqimizga vakillik qiladigan milliy da'voga yo'l boshlaydigan qobiliyatlik, nayt irodalik, talantli bir rahbar, bir liderni bekitib chiqishimiz kerak biz. Shunday bir narsani bekitib chiqib, ashning agashgan chig'imizda undan keyin bu ishimiz rivoj topadi qarindoshlarim. Agar u ishni biz vujudga chiqaramasak, hamma narsani boshqa bir kuch kelib tayyor qilib bergan taqdirdami biz ertaga hukumatni yaxshi boshqarib olib menib ketolmaymiz. Shu sababdan xalqqa havola qilishimizdagi asosiy sabab bu. Bu Sharq Turkiston milliy harakati bir liderga muhtoj. Odatdagi tashkilotlarning rahbarlari milliy da'voga liderlik qilolmaydi, yetaklab mangolmaydi u. Chunki u bir jamiyat, ya'ni Sharq Turkiston xalqining mukammal bir tashkiloti yo'q. Ba'dayotgan markaziy tashkilotlar yoki tashkilotlar bir jamiyat u aziz qarindoshlar, u rasmiy siyosiy bir tashkilot emas bu. Siyosiy tashkilot hukumat orqali o'tirg'i chiqadi. Hukumatning tarkibida qurilishi kerak bundan keyin. Hürmetli Köreş Ataxan efendim, tarixdan bu yanqı mag'lubiyatlarimizning ko'pinchisini rahbarga cho'qinish yoki rahbarga butun narsalarni liderga, padişahga, yo'lboshchiga butun istiqbolni bog'lab qo'yish, ya'ni taqdirini bir shaxsning taqdiriga chetib qo'yishdan kelganlikni tajribalagan yakunlar bor. Hozir sizlarning da'vatqanlardan lider yetishtirib chiqish to'g'risida gap bo'ladi-da. Ba'zan kishilarning qarashida hozir lider emas, balki bir sistema kuchaygan bo'lsak, u chog'da sistema buni ijro qiluvchining sapasining qanday bo'lishidan qat'iy nazar, sistema mukammal o'tlagan chog'da bu lidersizmi yoki unda liderga nima bo'lmagan taqdirdami muvaffaqiyat bo'ladi degan qarashlar bor. Yo'q, undaq emas. Bu har ikkisi bir-biriga muhtoj. Bir-birini oldingi shart qiladi bu ish. Mukammal bir sistema azaldan banasi bu. Uni ishtiklam qabul qilib ketgani ham umumlashtirgani bo'ladi. Ammo uning yetakchilik qiladigan bir miya, zihniyat, farosat, talant, aql bo'lmasa, o sistema harakat qilmaydi. Masalan, o bir taraflama so'zi bu. Masalan, taraqqiy qilmagan millatlarda shaxsni ko'tarish, uni yo'lboshchi qilib cheksiz huquqni uningga berib o'tish, o millatni halokatga ilib borgan bo'lsa, ammo taraqqiy qilgan millatlarda undaq bir odamning, ya'ni 150 yilda bir, 100 yilda bir tug'ilib qolish ehtimolligi bo'lgan undaq bir odamning o'tirg'i chiqib qolishi faqat shu millat uchun emas, bir insoniyat uchun cho'ng bir baxt. Shunga undaq odamlar agar milliy da'voyimizda ko'zga chiliqib qolgan bo'lsa, cho'qim undaq odamlarni tepib, ashunaq odamlarning orqasida turishimiz kerak. Biz shu qadamni bosolmay qolsak, o tayyor bo'lgan butun xalqaro jamiyat e'tirof qilgan ashunaq bir sistem orqali biz harakat qila olmaymiz. Shu sistemni harakat qildirgan odam shu odam. Tarixda buning nurg'un isbotlari bor. Bizga o'xshash mustamlika ham tajovuz ostidagi millatlar eng kuchli bir lidersiz, ya'ni
özünün milli müstakilligini qo'lga keltirolmaydi, hurriyatini qo'lga keltirolmaydi, ozodlik ishlariga yetakchilik qilolmaydi. Amaliyotda bu sistem degan narsa bor, ayni vaqtda bor. Masalan, Turkiya Cumhuriyati qurilishidan burun sistem bor edi. Sovet ittifoqi qurilishidan burun sistem bor edi. Yugoslaviya qurilishidan burun sistem bor edi. Germanlarning 3-chi imperiyasi qurilishidan burun sistem bor edi. Sistem bor bo'lgan bilan millat o'zining milliy irodasini ishga oshira olmagan. 49-yildan burun sistem bor edi. Mao chiqqandan keyin undan keyin Xitoy xalqining istiqboli yulduzi osmonda porladi. Shaxs bilan bek munosabatli ekan. Shaxsning rolini butunlay inkor qilib, umidni sistemaga bog'lab qo'yish bu bir xato ish. Shunga sistemi bo'lgan bo'lishi kerak, shaxsim bo'lgan bo'lishi kerak. Masalan, bir liderni tiklab chiqdimda bir qari qo'saq savatsiz. Mening bir gapim bor. Uyg'ur xalqi haqiqiy liderga emas, dumbus qo'yninkidek yumshoq bir eshakka muhtoj deb. Shuni minivasa, undan keyin men g'oyamga boraman deb qaraydi. Undaq emas. Bir qo'lida qilish, bir qo'lida hasad, bir qo'lida zahar tutib turgan, ham qobiliyatli, ham bilimlik, hem dünyani tushunadigan, hem boshqa millat, boshqa kulturlarni, boshqa dinlarni idrok qiladigan, hurmatlaydigan, hem o'zining xalqiga vakillik, hem kapolatli xalqining manfaati kapolatli qila oladigan shaxslarni har 3 odam o'ziga lider qilish kerak. Her 3 odamning ichida bir odam. Her 30 odamning ichida bir odamni. Her 300 odamning ichida bir odamni. Her 3000 odamning ichida bir odamni. Her 300 ming odamning ichida bir odamni. Her 3 milyon adamning ichida bir odamni, her 30 milyon adamning ichida bir odamni lider qilib tanlay olgan chig'imizda undan keyin bu ishimiz ma'noda. Sistem hareket kelmaydi degan qarashni qilmay turib. Allah razı olsun. Bugungi mazmun asosan yo'rdi, plan qilingan bir bosqichlardan biroz tamomlangan bo'ldi. Endi sizlar o'tkazilgan ilib borgan suhbatlardan bir tajribiy, aqliy, hissiy va bir fikriy xulosadan paydo bo'lgan bir tartib o'tirib chiqqan edi shu fidoyilar ekranining muzokarasida o'tgandan keyin oldi bilan shaxslarni, ya'ni avomni Sharq Turkiston sug'urgan hukumati haqida tafsiliy savotlantirish birinchi qadam bo'lishi lozim ekan degan. Siz bundan qanday qaraysiz? Bu bir teşvikatni nazarda tutyapsiz, siz muhbir efendim. Bu masalan Sharq Turkiston Cumhuriyati sürgün hükümetini bir hükümetinin xalqimizga qartilgan bir teşvikat uslubu bo'lishi kerak. Milliy davoyimizdagi tashkilotchilarga, siyosiy faoliyatchilarga qartilgan bir uslubu bo'lishi kerak. Milliy davoyimizdagi ilm sohasida yetishgan ulamolar ham ziyolilar qartilgan bir uslubi bo'lishi kerak. Undan keyin mush hukumatning tarkibidagi odamlarga qartilgan bir uslub bo'lishi kerak. Shunga xalqimizga hukumatni tushuntiramiz deb mutaxassislarga gap qilayotgandek gap qilsak bo'lmaydi. Xalqimizga hukumatni tushuntiraman deb hukumatning ichqorni, ichki qurilmasi haqida yana uni xalqqa bu yerda tushuntiraman deb o'tirishning hech qanday zarurati yo'q. Chunki hukumatning birdan bir mushu milliy da'voga yetakchilik qiladigan salohiyatga, inoyatga ega bir o'rin ekanligini biz nazariy jihatdan ya'ni tashviq qilishimiz kerak hamimiz. Ammo uni mutaxassislarga da'vatga o'xshash kasbiy xodimlarning tilida gap qilib, aplashmasimi xalqimizni aldasak bo'lmaydi gapni rost aytgan chaqda. Shunga qonunga oid masalalarni qonun haqiqiy tushunadigan odamlar aytqani yaxshi. Men ham shu bir parlament raisi bo'lish sifatim bilan parlament hamda bu shu hokimiyatning qonun chiqarish organi hisoblanadi. Masalan, parlamentda muzokara qilingan qonunlar Cumhuriyet tarafından tasdiqlanib, ondan keyin hukumat tarafından ijro qilinadi. Ondan keyin qonunning ijro qilinmaslik ahvolini onunğa amal qilish yoki amal qilmaslik masalalarini qonuniy o'rinlar bir taraf qiladi. Masalan, adliya, ommaviy bexatarlik, davlat mudofaasi,
sud mush narsalar yana bu qonunning ijro qilinishini kapolatga qiladi, mustaqil holatda turadi. Hamda hukumatning ichidagi boya men sal rad qilib o'tib qoldim. Kechiring muxbir afandim, chunki sizning shu sizgan diagramingizning ichiga kirib qolsak, bir 10 soat ketishi mumkin uni tushuntirish uchun. Undan keyin buni xalqimizga o'xil shaklda tushuntirib turishimizning zarurati yo'q dedim. Ammo shu Sharq Turkiston Cumhuriyati sürgünlük hukumatini biz bir qo'rg'oga o'xshatsak, siz bu qo'rg'oning ichida bir Cumhur raislik binosini ko'rasiz. İkincisi xalq qurultiyi, ya'ni parlament binosini ko'rasiz. Uchinchisi hukumat binosini ko'rasiz. Bu Cumhur raisining binosida Cumhur raisi ham uning kabinetikilar o'tirdi. Parlamentning ma'mur raislari ham parlament a'zolari o'tirdi. Hukumatning kabineti, ya'ni ministrlar. Hukumat bilan munosabatli odamlar o'tirdi. Undan keyin sud, adliya, davlat mudofaasi, ommaviy bexatarlik, ya'ni polis, sudchi, taftish, adliya xodimlari, ular yana ayrim binolarda o'tiradi. Bularning o'zaro bir-birisi bilan organik munosabat bor, ya'ni mustaqil holatda xizmat qilayotganda qilgan bilan o'z oldiga hokimiyatni yurgizolmaydi. Birisi birisini to'liqlaydi, birisi birisini taqozo qiladi. Birisi birisini cheklab turadi. Bir o'rin, ya'ni ma'lum bir o'rin xalqni kontrol qilib tursa, yana bir o'rin xalqning erkinligini qo'g'dab turadi. Yana bir o'rin Cumhur raisiga cheksiz huquq bergan bo'lsa, yana bir o'rin Cumhur raisining huquqiga chek qo'yib turadi. Bir o'rin qonunni majburiy ijro qilsa, yana bir o'rin qonunni majburiy ijro qilishning darajalarini bekitib turadi. Masalan, men bir qonun o'qigan bir odam emas, ammo bir davlatning, bir hokimiyatning, bir hukumatning qanday ishlaydiganligini bilaman, yani. Mayli baş ministerlik vazifasi bo'lsin, yoki Cumhur raislik vazifasi bo'lsin, mayli parlament a'zolik vazifasi bo'lsin, mayli adliya mahkamasining yoki sud mahkamasining yoki davlat mudofaa ministerligining xizmatlari bo'lsin, buni qanday ishlashni biz bilamiz, yani. Qanday ishlaymiz, yani? Shu sohaning kasbiy mutaxassislariga asosan muzokara qilish, ilmiy analiz qilish, munozirlashish, qaror chiqarish jarayoni orqali bu xizmatlarni qanday yurgizishning yo'llarini tepib chiqamiz. Bu bir tashkilotchilik, yani. Bu bir siyosiy qobiliyat, bilim ham tajriba talab qiladigan ishlar, yani. Şoň her 4 ýylda bir qatam döwletniň ýetekçisi barlyk keladi demokratik döwletlerde, ýa-ki 8 ýyl. Ama bizge okşaş mustamlika milletlerinin azadlygyga erişişi, hakyky hakimiýetini tiklep çykyşy, halkyny idara kılış üçin hem sistemga, hem bir yol başçy, hem bir daýry ihtiýaçy bar bu milletniň. Milletniň akıl parastiga havaly kılymyz. Muşu yerlik saylam Ali Qurultay, onun için Ali Qurultay bekitip çıkan kadro, teşkili aparat, idare heyeti, onun idare heyeti yol başlaydıgan bir zihniyet, bilim, tecrübe, talant, kabiliyet. Muşu meselelerini halkımız obdan biledi. Kim üzük şunda kılalaydı. Hemmeden mühimi biz üzümüzni halkara cemiyetinin bir azası dep qarashimiz gerek. Mesela nurgun neslen oylap bakışımız gerek ez qındaşlar. Mesela 91-nji ýyly
Bütün Orta Asiyadagi cumhuriyetler mustaqil bo'lib ketdi, ha? Bizmi shu vaqtda mustaqil bo'lib ketgan bo'lsak, masalan tasodifiy. Bugungi holatimiz qanday bo'ladi sizlarningcha? Biz Mongoliyaga o'xshash bir davlat bo'lamdiq, betaraflikni saqlagan, yoki bo'lmasa Shanxay organizatsiyoniga a'zo bir davlat bo'lamdiq, Qozog'iston yoki Qirg'izistonga o'xshash, yoki bo'lmasa Qirg'izistondek biz bo'linib chiqib ketmagan bo'lsak yaxshi bo'lib ekan, Xitoylarning tarkibida turavergan bo'lsak yaxshi bo'ladi ekan deydigan bir millat bo'lib qolamdiq. Ya'ni bu yerda nurg'un savollar bor. Shunga bir ishning o'ramini bekitib olishimiz kerak boshda. Ya'ni masalan biz milliy da'voni ilib berishdagi uslub, metod, chora tadbirlar bek muhim. Chora tadbirlar bek muhim. Vaziyatni, xalqaro vaziyatni kuzatish, rayon xarakterlik vaziyatni kuzatish, diniy, etnik, kultural masalalarni to'g'ri analiz qilish. Bu ishlar nihoyat mukammal, bilim talab qiladigan ishlar, aziz qarindoshlar. Mana meyaga nihoyat chiroyli yozib qo'yapti Ahmadjon, hukumatning qurilmasi deb. Cumhur raisi, eng oliy qo'mondan, davlatning otasi, ondan keyin parlament raisi, xalqning milliy irodasiga vakillik qiladigan o'rin, ondan keyin hukumat parlamentdan chiqqan qarorlarni ijro qiladigan o'rin. Mushu sistema hamda bizni qutuldirib qola oladigan birdan-bir yo'l, ammo biz aqlli bo'la olsak, chechan bo'la olsak, o'zimizni to'xtatmay yangi bilimlar bilan qurollantirib tura olsak. Boy dedi qo'yna, update degan gap, kompyuter ma'lum vaqtda o'zligidan qo'zg'alib, o'zini viruslardan tozalab turmasa, to'g'ri ishlamaydi. Bundan keyin siz yangi bir yumshoq detalni kompyuteringizga qachilmasangiz, o yangidan kompyuter dunyosida informatik sohasida barliq kelgan uchurlarni qabul qilinmaydi. Undan keyin siz kompyuteringizni vaqti-vaqtida konfiguratsiya qilib turmasangiz, mau yumshoq detallar bilan qattiq detallar o'zaro bir-birisi bilan moslasholmaydi. Mushu bir odammi, undan keyin bir tashkilotmi, bir jamiyatmi, bir millatmi kompyuterga o'xshaydi, aziz qarindoshlar. Kallasi ketib qolgan odamga o'xshash, zihni taraqqiyoti to'xtab qolgan odamga o'xshash, balog'at yoshiga yetmay turib qirib ketgan odamga o'xshash bo'lib qolsak bo'lmaydi Uyg'urlar. Biz to'xtamay o'zimizni yangilab turishimiz, isloh qilishimiz, zamonaviylashtirishimiz lozim. Agar biz o'zimizni ashunaq yangilabmasak, metodimizni, nazariyamizni o'zgartmasak, o chaqda dushman bizni o'zgartiradi. Xitoyning hozir qilayotgani shu. Xitoylarning qilayotgani xalqaro jamiyat qo'llayapti deysiz qarindoshlar. Sizlar xalqaro jamiyat nima uchun bizning ovozimiz quloq solmaydi deyapsizlar. Agar unda sizlar o'zliginglardan xohlaganlarni qilinglar desa xalqaro jamiyat, Uyg'urlar yana xalqaro vaziyatga, xalqaro jamiyatga, xalqaro jamoatga moslashadigan holatda taraqqiy qiladi desa undaq emas. Biz o'zimizning fikrini, so'zimizni, harakatimizni kontrol qilolmagan vaqtda dushman o'tirg'i chiqib bizni tuzash uchun harakat qilyapti, ammo bu fursatni qo'ldan tutib Xitoy qo'ldan bermay bizni irqiy, diniy ham kultural jihatdan qirg'in qilyapti aziz qarindoshlar. Biz shuni to'xtat deyish uchun haqiqiy bir davlat sifatida o'zimizning davlatini xalqaro kun tartibga, xalqaro tartibga uyg'un shaklda boshqara oladigan bir millat sifatida davlat qursak kelajakda dunyo tinchligiga, rayon xarakterlik bexatarliklarga tahdid bo'lmaydigan bir millatga o'xshaydiganligimizga dunyoni ishontirishimiz kerak. Shunday qilgan chog'da dunyo xalqimizni o'zimizning qo'li orqali isloh qiladi. O'zimizning qo'li orqali tarbiyalaydi, yetaklaydi. Dushmanga tashlab bermaydi bizni. Biz unda qilmaymish yo'limizni tepib mang'anmay, haqning aqsida qo'ldulab yursak, o'zimiz ega chiqadigan qurilishlarni kuchlantirmasak, zihniyatimizni, bilimimizni, tajribamizni, maliyatimizni bu ish uchun pido qilmasak, qarindoshlar, biz chalinib yo'qolib ketamiz. Quruq shuvarlar bilan ish aqmaydi. Buning mukammal nazariy asosi bo'lish kerak. Ideologiyalik asosi bo'lish kerak. O'tkir zihniyat orqali yetakchilik qilinish kerak. Men boya deb qo'ydim. Sharq Turkiston milliy da'vosi
bir davrni boshdan kechirib bo'ldi. Endi koni model, koni tashkilotchilik usullari bilan bu davoni elib mang'ini bo'lmaydi endi. Ammo shu davoni shu xil usul bilan elib mang'ini bo'ladi deb bizni yo'davotida hozir uning aldanmoqlik qilmoqchilar. Bizga reis belgilab turadigan, bizga rahbar belgilab turadigan, bizga tashkilot belgilab turadigan ishni dushman qilolmaydi agar biz uyg'oq bo'lsak. Chechen bo'lsak, yetek biz hessi bir hayotdan qutulib ketaylik qarindoshlarim. İdraki bir davrdan yüksek bir davrga taraqqiy qildiraylik milliy davoni. Qila olamiz uni. Hurmatli ko'rish otaqingiz bildim, suhbatni sal uzoq ketib qoldi plandagidan. Charchab qolmasligimiz, qarindoshlarimizning rohat shaklda oxirigacha ko'rib chiqishi va bundagi suhbatlarimizning yanada normal davom qilishi uchun oxirgi bir ikki savol bilan program to'xtatsak, birisi shu hozirgi bayonning ichida muammo paydo qilayotgan bu qatimki Sharq Turkiston surguni hukumatining yangi sistem bilan o'zini yangicha ratlab chiqishdan iborat bu qadimida mavjud tashkilotlarning roli nima bo'ladi, o'rnicha degan bir savol bor. Bu vaqt biz zatlar bo'lsa olsak. Shu Sharq Turkiston tashkilotlari hozir ikki qutbga ayrilgan bir vaziyatda turibdi. Bir guruhidagilar hozir shu Dunyo Uyg'ur qurultayining atrofiga uyushib, inson haqlari, demokratiya, kishilik huquq shaklida bu milliy davoni taraqqiy qildirish, shu asos o'zimizning milliy maqsadlarimizga yetish uslubida bu davoni olib boryapti. Ya'ni buni biz ilhomlantirishimiz kerak. Medet berishimiz kerak. Yaxshi umidlarni kutishimiz kerak onlarga. Endi bu B guruhi, ya'ni bu uzil kesil bu Sharq Turkiston milliy harakatini milliy mustaqillik bayrog'i ostida ochiq oshkor elib berishimiz kerak. Undan boshqa yo'l yo'q deb qarayapti. Shu sababdan tashkilotlar ikki guruhga ayrilib ketish vaziyatida turibdi hozir. Ba'zi tashkilotlar Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgün hukumatiga resmi şekilde bağlanmagan bo'lsa, ma'naviy şekilde bağlanırlar hozir. Ba'zi tashkilotlar resmi Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgün hukumatining tarkibida turibdi. Ondan keyin ba'zi tashkilotlar o'zini to'liq Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgün hukumatining tarkibidagi bir tashkilot deb e'tirof qilmagan bilan uning reestri tashkilot bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgün hukumatining ichida muhim rol o'ynaganlik. Men boya bir qatim dedim, tashkilotlarning ondan keyin tashkilotchilarning siyosiy faoliyatchilarning to'liq harakatga tushmasligi sabab mush hukumatning funksiyasining harakatlanmaganligidan bo'layotgan ish bu. 2019-yildagi saylamdan keyin masalan hukumatning nurg'un yangi qurumlari, yangi apparatlari yana to'liqlab saylab chiqarildi. Masalan, hozir ilgirki bir vaziyatimizda ba'zi vaqtlarda ba'zi ministerliklar qurilib, ba'zi ministerliklar qurilmagan. Ba'zi vaqtda ministerliklar asos jihatdan amaldan qoldirilib ketib, birdan ikki qishlik ministerlik qilib, qolgan ministerliklar ta'qib etilgan. Masalan, bir millatning yoki bir davlatning mavjud bo'lib turishi uchun kerakli bo'lgan ministerliklarning hammasini qurib biz undan keyin xizmat taqsimotlarini qilib resmiy o'zimiz ish boshlagan vaqtda parlament a'zolarining undan keyin tashkilot reislarining tashkilotlarning hem tashkilotlarning tarkibidagi idora hay'atidagi insonlarning roli joriy bo'lishga boshlaydi. Hozir Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgün hukumatida ikki ministerlik bor faqat. Birinchisi diniy ishlar ministerligi, ikkinchisi tashqi ishlar ministerligi. Tashqi ishlar ministerligi orqali kultural ishlarni qilgani bo'lmaydi. Masalan, madaniyat kultur ministerligi yo'q degan gap. Undan keyin diniy ishlar ministerligi orqali madaniyat ishlarini qilgani olmaydi. Shundaqmi? Undan keyin tashkilotlarning qilayotgan ishlari universal xususiyatga ega. Uningdagi butun xususiyatlarni yetaklab menish uchun, alohidliklarni joriy qildirish uchun, uni rasmiy hayotiy kuchga ega qilish uchun nurg'un Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgün hukumatining tarkibida shu tashkilotning shu xil xizmatlarga mas'ul bo'lib ishlaydigan apparatlar bo'lish kerak.
mas'ul qilingan shaxslar bo'lish kerak. Agar u mas'ul qilingan shaxslar yana apparatlar qurilmagan bo'lsa, vazifa taqsim qilinmagan bo'lsa, u chaqda u tashkilot harakat qilinmaydi, hukumat harakat qilinmaydi, tashkilot boshlig'i harakat qilinmaydi, parlament a'zosi harakat qilinmaydi. Shunga hukumatning ichiga qiziqib kirib nurg'un odamlar bu yerda hech yo'q ekan-ku, biz bir ish qilamizmi deb bu yerga kirsak, bu yerda hech yo'q ekan, biz bir ish qilmamdik deb mas'ul qilingan yo'q tuqib odamlar bor. Men davomli ularga deyman. Bu hukumat bir zavod emas yoki bu bir firma emas. Sizning qiladigan ishingiz jamiyat xalqimizning orasida yerlik tashkilotlar bilan birlikda qilasiz bu ishlarni. Siz faqat ularning bizdagi bir tamsilchisi. Ularning arzu armonlarini bizga yetkazasiz, bizning ideologiyamizni ularga tashviq qilasiz, targ'ib qilasiz. Xalqimizning orasida siz biz o'zingizning ulgulik rolini joriy qildirasiz. Sizning qiladigan ishingiz hukumatning ichida emas. Bizning qilayotgan ishimiz bu bir qurolliq inqilob emas. Bizning qilayotgan ishimiz bu bir ideologiyalik kurash. Ideologiyalik kurashda hamma odamning o'ziga xos roli bor. Masalan, men bir maqol yozsam, uni maqol yozishni bilmaydigan bir odam senzur qilma deb turg'aladi. Yani mushunday chataqlar chiqyapti hozir. Undan keyin maqol yozolmaydigan bir odamni esa maqol yozib yoki bo'lmasa mushunday xizmatlarga yetakchilik qil deydigandek mundaq hadislar bor. Endi mush hukumatning apparatlari to'liq qurilib, uning yetakchilik qila oladigan bir minga, bir kadro, bir apparat, bir tashkil o'rnatilgandan keyin bu ishlar o'zigadan qilib chiqib ketadi. Ammo mushuni taqsim qilib, amaliyalashtiradigan xalq yetakchilik qila oladigan bir zihniyat, bir bosh bo'lish kerak. Hukumatning haqiqiy bir beshi. Masalan, bizning hozir Cumhuriyet reisimiz bor, ammo uning parlament a'zolari bilan bevosita munosabati yo'q. Xalq bilan bevosita munosabati yo'q. Hukumatning ichida turib uning qilayotgan ishini, masalan, hukumatning sirtida turib o'zi yolg'izmi qila oladi. Undan keyin hukumatning ichidagi bizning yana bir ojiz yerimiz qichimigan yani qashlash, qashlavurib yara qilish, yara qilgandan keyin uni jiringditish, undan keyin uni davolash. Qushnochim nima ish qiladi desa, tikib so'kib ish qiladi. Masalan, hukumatning ishi shunday qolib qolgan, ishchigilar qamilib qolgan. Hukumat hozir hukumatliklarning qavrisiga o'xshab qoldi, gapni rost aytgan chaqda. Bu qavrini biz saroyga aylantirishimiz kerak. Funksiyasini joriy qildirishimiz kerak. Hukumatliklarga yo'l ko'rsatib bermaydigan, hukumatliklarga yetakchilik qila olmaydigan, hukumat o'zining milliy da'vatdagi funksiyasini joriy qildira olmaydigan vaziyatda hozir aziz qarindoshlar. Biz shuni yangilaymiz deyapmiz. Biz buni bilmagan bir ahvolda emas. Biz hammani bilamiz, hammani qila olamiz, hammaning ustidagi dematimiz biz. Mana biz qo'limizga olayli, yangilayli, isloh qilayli, kuchlantirayli, zamonaviylashtirayli. Oldimizga yana bir qadam ijobiy qadamni olayli, xalqimiz bilan birlashaylik, ittifoqlashaylik, davom to'g'ri yo'lga boshlaylik deyapmiz aziz qarindoshlar. Biz bu millatning afandisi emas, mangulik beshiga taqib oladigan bir hammadan ezilib tutadigan narsa emas aziz qarindoshlar. Biz sizlar uchun xizmat qilishimiz kerak. Xizmat qilish uchun shu ishni qila oladigan odamlarga destekchi bo'lishimiz kerak, ovoz qo'shishimiz kerak, chaqiriqlarga ergishishimiz kerak. Siz unda qilmasangiz, hammani kutsangiz, hammani boshqalarning qilib berishini orzu qilsangiz bu chaqda. Masalan, hukumat hozirgi nurg'un ichki tashqi krizislarga duch keldi. Mush ishda hal qilish choralari haqida hammadan izlansa bo'ladi. Ammo izlanmaydi bu nurg'un odamlar. Masalan, hukumatning ichida ham hukumatning uylantirishi bilan kori yo'q. Agar hukumatning ishlari normal kelsa, buning ega chiqadigan odam ko'p. Agar hukumat biror masalaga duch kelsa, buning chora-tadbirlarini bir tepib chiqib, masalani hal qilaylik deydigan odamlar yo'q. Masalan, Tag'abayning, Eshekbayning o'lsa to'lamayman, yiqil söylemayman, o'z to'lamayman. Mana shundaq bir tayinlash psixikasi bor. Biz o'zimizning davlatdan ayrilib qolgan, mukammal davlatimizdan ayrilib qolgan 2 asr bo'lgan bir millat bo'lganligimiz uchun to'xtamay dushmanlarimiz bizga hokimiyat yurgizib kelgan. To'g'ri naslning, xato naslning normasini dushman bekitib bergan bir millat bo'lganligimiz uchun mush hukumatdimi xuddi dushman millatdan kutayotgan bir narsani kutayotgan bir alomatni sezib qoldim. Masalan, Temur Davomat bilan Abdulat Abdurashid
Yani hükümetin işleri için baş katomusu mu buludu? Bu Konçak Abdunum rayonunda. Onu çünkü onun normasını bekitileydigan, ahırda hüküm kılıp doğru hatalıkını bekitidigan Xitay bolganlyk üçün hem şu bizning hükümetin içindeki adamlar bolsun, meyli halkımız bolsun, hükümet tutgan pozisiyasi şu Abla Tabrist'den tümür devam etinin hükümet tutgan pozisiyasiga okşap kalktı hazır. Mana özünüz igi çıkışınız gerek. Xudun bala çaqanızga igi çıkkandek. Ailеңizga igi çıkkandek. Aş keç gündüz kan tergi çömülüp turup tapkan pulunuz arkalık balalarınızı bakkandek ma hükümetinin başına bekişiniz gerek yani. İktidarçılık kılışınız gerek bunu. Qoğduşunuz gerek bunu. Her türlük sebeplerden qoğduşunuz gerek bunu. Nomusunuzdan qoğduşunuz gerek. Şan şerefingizden qoğduşunuz gerek. Ten saqlığınızdan qoğduşunuz gerek. Kişilik hukuklarınızdan insani hukuklarınızdan qoğduşunuz gerek. Beğinizden qoğduşunuz gerek. Teqinizden qoğduşunuz gerek. Bağvaralarınızdan qoğduşunuz gerek. Hayvalarınızdan qoğduşunuz gerek. Hemmisi siz iqtidarçılık qılmısınız. Hemmini başqa qıtpaysın. Almış ağızdan uçuştab muşuna yazsınız. Asman qarab amin amin deb divanlık oqşaş. Sizge bu hakimiyet asmandan düşmeydi. Amin amin devamı emeli işini qılın ornunuzdan qupap. Uygurlar qarsa başqa bir millet Uygurlar qarsa bir mecitga kirib qolgandaglar mes qiladi xuddi. Uygurlar qarsa başqa bir milletning arasına kirib qolgandek his qiladi. Özünün real ciddi meseleler haqida o'ylamak inşallah amin amin deb shuna tugutib ishlarni. Undaqda hürmetli Kireşat Ahan efendim izahatlardan qaragan çağda Şarkı Türkistan sürgünü hökümetinin bütün fonksiyonlarının yaxşı jari qıldırılışı özümüzün güç çıkarışıga bağlıq. Şunda. Şarkı Türkistan teşkilatları yoki Uygur teşkilatları yoki Şarkı Türkistanlıklarning cemaat toplumları, teşkilatları, qatarlıqlarning Şarkı Türkistan sürgünü hökümetideki o'rnini her qaysi ministerlik dereceliğe kadar barıdı deb xulaslash mümkünki hazır sizlarni zat tushuntirishdan. To'g'ri? Undaq. Xo'sh, undaqda oxirida yana bir oxirgi savolimni so'ray. Yaqinda bilgiya turayotgan Najmiddin Sherif qarindishimizningki o'ttira qo'yishida Sharq Turkistonliklar uchun bir partiyalashish chaqiriq o'ttira qo'yildi. Yani partiya qurib chiqish chaqiriqi. Uning o'ttira qo'ygan nazarisida hech qanday tashkilot hokimiyatga apparatlarda o'tirolmaydi tashkilot nomi bilan. U faqat partiyalashgan chog'da andan keyin buningga o'zining hukumat hokimiyat ichidagi nimasini siyosiy rolni joriy qildira oladi degan fikr qarishi bor ekan. Sharq Turkiston sürgün hökumetining maqsad g'oya planlarida Şarkı Türkistanlıklarning o'zining partiyasini qurib chiqish orqali bu yo'lga kirish haqidagi ko'z qarash qanday tushunish shu. Bu hükümet partiye ondan keyin resmi siyasi teşkilat bu üç isim sezgür isimler bulup onu xalagan şekilde terakki qildiğini bulmaydı. Mesela Garip'te Uygurlarning 30'dan artık teşkilatı var desek bu resmi teşkilat emas. Bu bir cemiyet. Bu cemiyetin nizamnameleri şu Uygurlar yaşayotgan muhaciretdeki devletlerin asas kanununa asasen standart. Yani ölçemli şekilde bekitip verilgen nesle bu efendim. Siz bir partiyani resmi partiya şekilde kurgandan keyin şu devletinin asası kanun tüzüş komiteti yani Germanlarning Deutsche Bundesnachrichtenagenttur deydi. Yoki bo'lmasa Verfassungsschutz deydi. İstihbarat organlari sizning yaningizga kelib sizga berilgan qaysi qonunga asosan bu ishni qildingiz deb so'raydi. Uygurlarning beşik kelayotgan ishlardan xalqaro jamiyatning xabari bor bo'lganligi uchun biz hukumat deb yursak bizga gap qilmagandek qilgan bilan biz azroq
xalqaro jamiyat sızgan qizil siziqlardan o'tib ketgan chaqda bizning ikki putimizni bir yutak tiqib qo'ydi. Ya'ni Ondan bu demakchi bo'lganim hozir jamiyat qilganga o'xshash. Hozir endi ishning beshi qo'ysin 1000 tashkilot to'kildigan bo'lib ketdi hozir. Namda. Men dedim bu tashkilotning 80%ni oshxonaga o'zgartirib ketish kerak deb. Teşkilatlarını, merkezi teşkilatlarga uyushishimiz kerak, onu güçlendirishimiz kerak. To'xtamay yangi teşkilatlarni quraverish bu xato. Ondan keyin biz teşkilat deyapmiz, ammo biz turayotgan davlatlar uni jamiyat deb ataydi. Masalan, Dunyo Urqulti bir jamiyat bu. Germaniyaning jamiyati bu. Ma'rif jamiyati bir jamiyat, o bir teşkilat emas, o Turkiyaning bir jamiyati bu. Biz onu teşkilat desek, başkalar bize köz yumuldu. Bizning bir alaylikimiz qarşı teşkilatga o'xshaymiz. Yana bir tarafdan qarasa biz bir jamiyat yana. Mashrab bilan odatdagi nazariy jamoatidan ancha farqlanmaydi bizning qilayotgan ishlarimiz. Haqiqiy mukammal, o'tkir, jiddiy tashkilotlar qurilgani yo'q. Qurilgan bo'lsa dushmanlar quduni. Biz bilmaymiz, bizning irodamizga vakillik qilmaydi ular. Qarasangiz ular Uyg'urga o'xshamaydi. Uyg'urlarning tili, madaniyati, urf odati, diniy e'tiqodi uchun xizmat qilmaydi ular. Xalqarodagi boshqa bir kuchning projekti, tarkibidagi bir qurilish bo'lib, bizga vakolatdan gap qildi ular taxi. Xuddi bizning dadamiz, onamizdek. Ammo ularning Sharq Turkiston xalqiga vakillik qilgan salohiyati yo'q. Uyg'urlarga o'xshamaydi ular til jihatdan, urf odat jihatdan. Medeniyet cihetten, milli istoygu cihetten. Şuna ularni biz özümüzün terkibideki sebebimizdeki bir adam, bir gruppa, bir cemiyette karışımızdan zürürtü yok. Hem de şirin çaklıgan çakda ama hükümet, partiye, onun için teşkilat degen narsa çoğun gap. Siz hakiki bir teşkilat kurgan çakda, siz turayotgan devletin istihbaratı sizin yanınızda kelip kolunuzun tolgaydı. Sen asası kanunda, yakımız yerlik kanunlarının qaysiga asasen bu işini kurdun deb. Mesela sen arqındaq bir yerde bir devlette bir partiya quralaysan, ama Sharq Turkiston partiyasi emas. Mesela Gollandiyada yaşayotganlar Gollandiya hukumatiga qaraydigan bir partiya qurishi mumkin. Gollandiya davlatiga qaraydigan. Ular saylam qatnashchi bo'ladi. 500 dan ortiq a'zosi bo'lsa, saylam qatnash huquqi bo'ladi. Saylan olsa parlamentdan ya oladi, saylanmasa parlamentdan ya olmaydi. Hem de ben nemi demekçi degan çağda bütün teşkilatlarını partiyaga o'zgartirayotgani bo'lmaydi. Men 2006 yılı partiya şekilde başkuruladigan xalqaroliq bir muntazam teşkilat kurup chiqishni, haqiqiy bir muntazam teşkilat kurup chiqishni o'tirib qo'ygan. Keyin uni men qilaman deb boshqalar mening o qilmoqchi bo'lgan programmalarimning hammani buzib o'tdi yani. Partiya deganga o'xshaydigan bir narsani Gollandiyada vujudga chiqarib, ular amaliyot uni partiya shaklida boshqaramadi, ham taraqqiy qildiramadi, ham kuchlantiramadi. Bir ishni qilaman deyish oson. Undan keyin dastlab qurib qo'yish oson, ammo uni parvarish qilish, yetaklash, kuchlantirish bu tez. Shunga bir ish qilishdan burun biri shu ishni qilayotgan odam o'zini obdan dangsab beqish kerak. İkincisi, milletini, özünün milletini tanışı gerek. Üçüncüsü, qandaq zamanға dastlab turayotganligini, qandaq bir hokimiyatning bayroq ostida yashayotganligini nazarga ilish kerak. To'rtinchisi, xalqaro jamiyatni ham xalqaro siyosiy vaziyatni, siyosiy atmosferani hisoblash kerak endi. Endi biz bir ikki ishni yerlik qonunlarga, xalqaro ahdnomlarga bo'ysunmagan shaklda, g'ayri rasmiy shaklda qila olamiz. Ama to'xtamay hamma ishni qilolmaymiz. Shunga bir ish qilgan chaqda davronni ko'p qilmay, amaliy ishni ko'p qilishimiz kerak. Shaklga berilmay, mohiyatli ish olib berishni bilishimiz kerak. Masalan, tashkilotning ismi muhim emas. Tashkilotning qilayotgan ishi muhim. Tashkilotni qurish ham uni bir vujudga chiqarish muhim emas, uni yetaklab mengish zihniyati ham muhim. Natija yaratish ham muhim. Agar oqimizda bizni qo'llab turayotgan bir kuch bo'lgan ahvol ostida biz nimani qilsak bo'ladi hatto, nimani e'lon qilsak bo'ladi. Ammo oqimizda bir qonuniy asosga ega bo'lmagan ahvol ostida biz ba'zi bir ishlarni qilsak,
hozircha gap qilmaganda qilgan bilan yerlik davlatlarning og'amchisi uzun. Vaqti kelgan chaqda og'amchidan bir tatiydi hammamiz dum tushimiz. Şoň men davamlıq deyman Maşarq Türkistan Cumhuriyeti sürgünlük hökümetini Xitaylar bizning beşimizga zo'rlab tengayotgan 3 qalpaqdan uzoq tutishimiz kerak. Birinchisi diniy radikalizmdan, ikkinchisi xalqaro terrorizmdan. Üçüncüsü xalqaro jinoiy ishlardan yani. Qurol yaraq, undan keyin odam atkazchiliklardan. Mushu 3 narsadan biz uzoq turishimiz kerak. Mushu 3 narsaga chetilib qolgan odamlarni hukumatning ichiga biz qurultoy vakil qilibmi, parlament a'zosi qilibmi saylamaymiz, qabul qilmaymiz. Undan keyin qabul qilingan taqdirda uni vazifaga qo'ymaymiz. Vazifaga qo'ylab qolgan taqdirda agar qo'ylab qolgan bo'lsa, bu bizning xatoligimiz. Buni biz to'xtamay tuzatishimiz kerak. Shunga biror ishni biz chandumay aqimizdan buni qo'llab berayotgan bir hokimiyat bo'lsa, qiysoq bo'ladi. Masalan, Necmiddin Sharif qarindishimiz Sharq Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasi degan bir partiyani qurdim deb e'lon qildi. Nizomnomasini ayni vaqtda menga yo'llabdi ekan, men ko'rgandim. Ammo men ayni vaqtda bu partiyani partiya deb qo'ymay, partiya shaklida idora qilinadigan, boshqariladigan milliy da'voni partiya shaklida idora qilinadigan tashkilotlarga taraqqiy qildirishni tashabbus qilgandim men 2006-yili. Shunday bo'lgan chaqda bu partiya degan nima desangiz, cho'ng ideologiyaning ichidagi kichik ideologiya. Bir millatning bir ideologiyasi bo'ladi. U parlamentga o'xshaydi. Undan keyin kichik ideologiyasi bo'ladi, u bir oilaga o'xshaydi. Bu parlament cho'ng bir jamiyatga o'xshaydi. Parlamentning tarkibidagi bu shaxslar parlament a'zolari oilaga o'xshaydi. Mushu bir partiyaga, mushu Sharq Turkiston milliy harakatida o'xshash bir ideologiyaga ega bo'lgan hammadan kiradi. Yani bütün Sharq Turkiston xalqi kirmaydi uning ichiga. Bir partiya agar xalqimizning ichida rasmiy qo'llashga erishib, hammadan e'tirof qilishga erishsa, hukumatning ichida, hukumatning bütün huquqi ash partiya a'zolarining qo'liga o'tib ketadi. Masalan, u bir muhofazakor, ya'ni dinchi bir partiya bo'lib qolishi mumkin. U bir sekularist degan gap, dinni inkor qilmaydigan, hamma e'tiqod qilmaydigan degan gap, 100% o'lcham qo'llashmaydigan gap. Undan keyin muhofazakor degan gap. Muhofazakor deganimiz rasmiy diniy qoidalar, shariat bo'yicha yoki bo'lmasa diniy o'lchamlar bo'yicha hokimiyatni boshqaradiganlar yoki bo'lmasa shunaqa ideologiya kishilar deydi. Undan keyin kommunistlar, ateistlar yana mushundaq sinflarga ayirish qiladi. Mushu xususiyat alohidaliklariga qarab falsafiy tushunchalari, siyosiy qarashlari, undan keyin dunyo qarashlari, mushuna sabablarga qarab odamlar partiyalarga, guruhlarga ayrilgan. Endi u Cumhuriyetçiler Partiyasi deb partiyadan birini qurib, uni tashkilotdek boshqarsa, uning hech qanday roli bo'lmaydi. Ammo uni rasmiy partiya qilay desa, o'sha Cumhuriyetçilik degan mushu ismga loyiq keladigan bir ideologiyasi bo'lishi kerak bularning. Şu ideologiyasini yaqlaydigan odamlardan qanchasi bor, tuqqanlarning hammasini tunishtirdining bir hammasini, yutuqlarning hammasini uning ichiga kirib u partiya bo'lmaydi bu. Uyg'urlarda mushu bir shacharat pishib yetilganmi, bu bir masala bor taxi. Undaqda shunga hammadan muhimi hozir hamda bu ma'rif tashkilotining javobni yig'ib paslar. Ma'rif tashkilotining ichiga biroz dinchi kesim kirib to'plashdi. Undan keyin u keyin yana uchga ayrilib ketdi. Masalan, Ulumolar tashkiloti deb, undan keyin yangi nasl tashkiloti deb. Demak, u partiya shaklida bir shaklini olganda ayni vaqtda o'zi tashkilot deb tunitayotgan bo'lsa dunyoga. Ammo hozir hamda u tashkilot partiya shaklidagi bir tashkilot emas, rasmiy bir tashkilot ekanligi hamda uning rasmiy partiyadan g'alliq o'tirib chiqyapti. Bu ideologiya aldirab parchalanmaydi tashkilotga o'xshashcha. Masalan, bütün dünyadaki kommunistik partiyalar ko'p o'xshash, yani qaysi millatdan bo'lishidan qat'iy nazar o'xshash sistem bilan ma'noda. Jungocha farqli ma'nolarni chiqdi. Undan keyin bütün dünyadaki sekularist sistemdagi partiyalar yana bu qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar bir-biridan tushunsin, til jihatdan tushunsin, yana o'xshash qilib bilan ma'noda. Kiyinishi o'xshash, yurish turishi o'xshash, gap qilishi o'xshash. Ya'ni endi bu Cumhuriyetçiler, Sharq Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasi qurilgan bo'lsa, bu qanday qadamlar yana bular? Burut qo'yib saqal qo'ymagan odamlarmi
yoki gilastik taqab kostyum kiyingan odamlarmi? Bu qandaq bir ehtiyoj tufayli, qaysi bir ideologiyaning turtkusi bilan? Tamam. Biz keyin qatımlı söhbetlerimizde bunun cevabını isteyimiz zaten nimeden. Fakat tuncu qatımlık bir nimisini açtık kirişsiz şekilde. Adı sizninki cevaptan çıkan narsa işki taşqi jihatni yaxshi o'yinib qila olsak bo'ladi degan gap chiqadi. Ya, shunday. Qamlashtirib olsak bo'ladi nurg'un ishlar. Aygıda mana ko'rilgan qarindoshlarimizdan ikki parcha savol tushibdi. Men ekranga chiqarib qo'yay. Mevcut teşkilatlarni xato yo'l ketib bordi demoqchimi yoki xato ketayotgan bo'lsa nari xato degan bir savol. Yani davanın to'g'ri yo'l boshlash kerak deb siz demoqchi yani. Men boy dedim. Qisqa alsak. Men boy dedim bu biz her minut, her sekund o'zimizni yangilab turishimiz kerak. Dunyoda nurg'un yangiliklar tez suratda o'tirg'i chiqyapti hozir. Ilgari 30 yilda, 40 yilda o'tirg'i chiqadigan narsalar hozir bir kunning ichida o'tirg'i chiqyapti. Hatto bir kunning ichida o'tirg'i chiqayotgan yangiliklarni sanab tugatganim bo'lmaydi. O'g'inish u yoqda tursin. Şunu biz 100% davrga moslashmasakmi, hech bo'lmagan davrga ergashadigan bir holatni, bir immun sistemimizni vujudimizda shakllantirishimiz kerak. Endi bu bizning Uyg'ur jamiyatlari ham tashkilotlari qarab baqsak, kallasi ketib qolgan bir odamga o'xshaydi, ya'ni gapni rostini aytgan chog'da 10 yil burun nima ish qilgan bo'lsa, hozir ham shuni qilayotgan. Xuddi bir beshikka o'xshash to'xtamay ta'virtilayotgan, ammo ya bola uxlamayotgan, ya uxlagan bola uyg'onmayotgan. Bunday bo'lishining asosiy sababi men boy dedim. Dünyanın sistemisini düşünmeyotimiz biz. Şu özümüzden mi renciyimiz? Teşkilatlardan mı renciyimiz? Teşkilatçılarımızdan mı renciyimiz? Liderlerimizden mi renciyimiz? Hemmeden aksakal, hemmeden bilermen, hemmeden peylisop olup gitiyotganda qilgan bilan emniyeti ciddi peyt hareket kılıp, özünü kontrol kılıp, doğru yolu yeteklenadigan, manalaydigan adamlarga zihniyatga ehtiyojimiz var. Onu hemmeden kıllanmaydı onu. Teşkilatlar jiqbab ketgani bilan uning natijasi az bo'lib qolsa foydasi yo'q. Teşkilatlar bor bo'lgani bilan u o'zini yangilab turolmasa, tajriba saboqlardan yakillanmasa, zamonga davrga moslashmasa, uning foydasi yo'q. Masalan, ular kostyum burulkiga o'xshamaydi yana. Kiyimni kiyib olgani bo'ladi. Hozir Uyg'urlar kiyim-kechakni nayt yaxshi kiyib, kostyumni nayt yaxshi taqaydigan, glaskni yaxshi taqaydigan vaziyatga keldik. Shuningga o'xshash zihniyetimizde, fikrimizde bir yanılış buluş gerek bizden. Zamanga layık bir yanılış buluş gerek. Muşu bir özgürlüş, muşu bir uyg'unish, muşu bir harakatlanish bo'lmaydi bizde. Bizde bir ciddi bir islahat davri buluş gerek. Yanılışımız gerek. Men teşkilatlarni xato demedim. Biz hemimiz qo'limizdan kelishicha hammadan tirishibdi, yo'l izlayapti. Ammo biz bir millet süpütüde bir yenilikka ko'chishimiz kerak. Bizning yenilikka ko'chishimizni o'zimizning ichki potensiali belgilamayapti, dunyoning ehtiyoji. Dunyoning taqozosi bekitadi buni. Dunyo o'zgarib ketyapti hozircha. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Yevropa Birligining NATOning, ya'ni shunga o'xshash xalqaro tashkilotlarning masalalarga tutgan pozitsiyasi, xarakteri, o'lchamlari o'zgarib ketdi hozir. Bu bir kitapta yazıqlıq emas. Onu iştiklan bir kitapni o'qib yoki bir maktabga berib o'rganib olgan bo'lgan narsa emas. Odam his qiladigan narsa bu. Bu jarayonda ba'zi hayvonlar o'zining gavdasi bek cho'ng bo'lsa-mu, shallanib ketgan. Masalan, dinozavrlar agar kuchli narsalar hayotda qolgan bo'lsa, dinozavrlar hayotda qolib, kichik siznalik bir yeringizni chaqsa ishlagandek og'ritadigan sineklar, ya'ni ko'mutlar yo'qolib ketgan bo'lsa bo'ladi. Hayotiy kuchi urg'ib turgan narsalar ojiz bo'lsa-mu qutulib qoldi. Hayotiy kuchi urg'ib turmagan narsa kuchli bo'lsa-mu yo'qoldi. Uyg'urlar yo'qoladigan moddalarning, shaylarning, jonivorlarning ichiga kirib qolmaslik kerak. Biz yashash uchun yashayotganlarni o'lcham qilib harakat qilib berishimiz kerak. Biz yaşayotganlarni, kuchlanganlarni, istiqboli parlaqlarni o'lcham qilgan chog'imizda ishimiz taraqqiy qiladi. Biz yo'qolayotganlarni, zavolliq yuzda tutayotganlarni, ezib gumron qilib etiladiganlarni o'lcham qilayotgan chog'imizda o chog'da bizning da'voyimiz, milliy harakatimiz amalga oshmaydi.
Uyg'urlardagi zihniyat men nima desam shu bo'ladi deb qarag'liq. Uyg'urlarning zihniyatida o'ttir asrga qarab ketayotgan bir hodisa kuchli ekan. Kelajak emas, 22-ci, 23-ci, 24-ci yüzyılga emas, 7-ci, 8-ci, 9-cu, 10-cu yüzyıllarga ilgirlep ketayotgan bir vaziyat var. Umumyüzlük Uyg'urlar fikir jihatdan islohotga muhtoj. Falsafiy qarashlarni, qimmat qarashlarni, dunyo qarashlarini o'zgartirishga muhtoj. Mush narsalarni o'zgartmay turib, bu teşkilatlarning ishlari rivoj topmaydi. Men bu teşkilatlarni tanqidlamoqchi yoki bo'lmasa teşkilatchilarni, siyosatchilarni kamsitmoqchi yoki haqoratlamoqchi emas, ammo bizning bu bo'lgan bu zihniyatimiz bilan hem boshqalarning e'tirof qilishiga erishamaymiz. Boshqalarning e'tirof qilishiga erishamay turib ishlarimiz taraqqiy qilmaydi, rivoj topmaydi. Şuna biz nima uchun Qozog'iston bizga chiqmaydi, Turkiya nima ish qilmaydi bizga, Amerika nima uchun mandaq deb qo'ygan bilan bizga do'stimizdek ko'rinayotganda, endi bugun qarasa Xitoy bilan yaqin bo'lib ketdi deb shundaq saviyasiz ep qaçtı, yani çayxonada, oshxonada deyiladigan gaplarni deyishib yuribmizmi shu tashkilotlarda. Bu vaqt o'tib ketgan, zamoni o'tgan. Asli deyilmaslikka tegishli gaplar. Men dedim, dunyoda din degan narsa, dunyoda kultur degan narsa, millat degan narsa dunyoga hukmronlik qilgan vaqt allabirni o'tib ketdi. Dunyoda yangi bir sistem bor. Shuning ergishib mangalgan tushunilgan harakatini, fikrini, shuning tengshilgan millatlar, odamlar, shaxslar hayot qiladi. Canlıqlar hayat qiladi. Agar uni qabul qilmagan canlıqlar, odamlar, jamiyatlar, tashkilotlar, millatlar yo'q bo'ladi. Bu ochiq haqiqat yani. Tabiatning taraqqiyotimiz, tabiatning qonuniyatimiz. Tabiat qonuniyatini bilmay turib biz necha hayvatlik tashkilotlarni, partiyalarni qurib olsaqmi, hukumat har qancha o'zimizning bor bo'lgan koni sharoitimizda bor bo'lgan imkonlardan to'liqlab olsaqmi, yani ishlarimiz tiz rivoj topmaydi. Hammadan muhimi naychi sezgir bo'lishimiz kerak, chechan bo'lishimiz kerak, zamonga loyiqlashimiz kerak, darhol chora-tadbir bekitishimiz kerak, yo'limizni o'zgartirib tura oladigan, harakatimizni kontrol qila oladigan, xalqimizga haqiqiy yetakchilik qila oladigan bir qobiliyatni institutgan chaqda, undan keyin shaxsmi, tashkilot raislarimi, tashkilotlarmi to'g'ri harakat qila oladi. Tamam, Allah razı olsun. Oxirgi savolni otdim. Shuningdek, mushu savolning javobidan keyin program to'xtatildi. Yani Nurgul Sağlık Kırınışımız, hemşirimiz, hürmetlik Köleş Ataxan Efendim'de salamdan keyin bu hükümet kurulgandan beri özara soquşdan başqa qilmadi. Emini elip berilmoqchi bo'lgan saylam natijelik bo'lish ve xalqimizningki hükümetga ega chiqishi uchun qandaq yangi natijelik ishlarni qilmoqchi degan bir savolni so'rabdi. Bu tekrar so'rilib ketayotgan savollar bu. Endi ba'zilarini bu qarindoshlarimiz qasddan ishqiz javob berib o'tib ketildi. Shu taraqqiy qilgan millatlarning etimi bek chopadi ekan. Daraxtlarida yaxshi mevalar to'kilib turadi ekan. Gullarimi po'raklab yo'g'on piyolada kechiladi ekan. Taraqqiy qilmagan millatlarning hukumatimi, tashkilotimi shu taraqqiy qilmagan millatlarga loyiq bo'ladi ekan. Mush hukumatimizning ichidagi holat, masalan, hukumat Amerikaning qo'lidagi yoki Germaniyaning qo'lidagi yoki Saudiya Arabistonining qo'lidagi bir hukumat bo'lgan bo'lsa, mush talash tortishlar, mush jidal majralar bo'lmaydi qarindoshlarim. Mush ish bizning o'zimizning mustaqil beshimizga kiyilib qolgan ish bo'lganligi uchun bu yerda muzokara ko'p bo'layotadi, munozara ko'p bo'layotadi, talash tortish ko'p bo'layotadi. Bir ishlarni texmi yaxshi qilamiz degancha ish texidimi buzilyotadi. Endi bizga hamma narsani tayyor qilib beradigan osmondan malaika farishtalar tushmagan. Menmi ham hukumatning ichidagi mening sabdoshlarimmi sizga o'xshaydigan bir odam. Hozir bizga hukumatga tanqidiy fikr berayotganlarning gaplarini biz ig'ranmaymiz. Hamma hozir hukumatning ichida bizga ilgari 10 yillardan beri ashunday fikr berib kelayotgan nurg'un odamlar bor. Biz ularni hukumatning ichiga ustunlik bilan akirdik. Endi nima uchun ular tuzatmadi bu ishni? Endi sizni nima taklif qilamiz? Hukumatning ichiga kiring.
Keling, birga qilaylik. Bu muzokarani qanday qilamiz? Bu muloyizani qanday qilamiz? Bu munozirani qanday qilamiz? Oxirida qanday qarorlarni chiqaramiz, xulosani chiqaramiz? Siz bilan birlikda qilaylik. Hukumatning xizmatiga, hukumatning ichida turibmi, sirtida turibmi yetakchilik qila olasiz. Shunga hukumatliklarning ichidagi xatoliklarni tuzish uchun hukumatning ishlariga aralashing. İşkimiz uçuq. Ama ba'zi odamlar matbuotga chiqib ishkimiz uçuq deyotgan bilan hukumatning ichida turib, hukumatni taqayotgan odamlar bor. Undaq odamlarni yo'q degan bo'lmaydi. Ba'zi odamlar ko'rinishda xalqimizga, millatimizga ishki uçuq deb qo'yayotganda qilgan bilan xalqimizga ishkini biz uçuq qilib ochaylik desak, ishkining qanotini qo'li bilan elib o'tgan odamlar bor hukumatning ichida. Ma gaplarni deb qo'yay. Bu bek muhim gaplar bu. Açayıl desek içkini acırıp divitip bağın gepmeyedi. Ekirel desek takıp bağın gep. Evet biz darvazını alsak içkirdeki içkini takıp bağın gep. Moşunda tosalgıla ne başka millet kılmadı da sizin kırımdaşlarınız kılavatı. Sizin davrdaşlarınız kılavatı. Sizin yurttaşlarınız kılavatı. Siz bu işini kılmışsınız, siz Xitay kıpırandındı bu işini. Hükümetin kim tertip sıladığında davası? Siz kılmışsınız. Bu meseleni teng hal qiladi keling. Hal qilgani bo'ladi bu ishni. Hamma millat o'zining ishini mushunaq o'zi qilib qadrini tiklagan, o'rnidan turgan, mangan, tarqi qilgan. Siz qilmasangiz boshqa birisi qilib bersinmi bu ishni? Biz qilib berib hamma ishni tayyor qilib bo'lgancha o'rniga hukumat kiraman degan odamlar bor. Xili dangliq odamlar milliy da'vodagi. Bu urush jidelkan mush tuzilgan degan kiraman dedi. Sen kirib tuzilmasan uni. Bu qanday o'ziga tuziladi? Tamam. Xalqimiz Allah razı olsun. Biz bilan paranglashib turish kerak, fikr almashtirib turish kerak. Fikr almashtirgancha o'zra bir-birini tushunadigan gap. Hukumat haqida qanday narsadan so'rasanglar, qanday taklif fikrlaringlar bo'lsa, tanqidinglar bo'lsa, hammani aymay danglar menga. Men qabul qilaman, ko'tiraman, ig'ranmayman. Hammanglarni mush hukumatni boshqarishga, ig'dorchilik qilishga chaqiraman men. İşkini açayla desek, işkini elevetkenlerini mi cezalışımız gerek? Körünüşte xalqni ma hükümetini kullanlık elinglar deb, darvazını içip koyup, öye kirdiğen işkini taqavaganlarını mı cezalaş gerek? Rastçıl bulaylı kırımdaşlarım, samimi bulaylı, pidakar bulaylı, özümüzden, milletiga özümüzden işi ağrısın. Bu kulluk tamgısını pişanımızda elip yaşaş, biz bakıvendi bulmasın. Biz bu başka milletlerdeki özümüzden idare kılalayımız, başkuralayımız, yetekleyelayımız. Tamam. Bir şey kadar kıygan bolsak, Allah razı olsun. Aldığımız günlerde yine fırsat çıkarıp, qarindoshlarımızdan, vatandaşlarımızdan paydo bo'lgan savollarga yana birlikda javob izlaymiz. Şu bek yaxshi bo'ldi. Xalqimiz bilan to'xtamay shunday fikrlashmay, nayta uzoq yil o'tib ketib qoldi. Men dedim, endi hukumatning endi hozir o'yg'inib ko'zni ichayotgan ishi yo'q. Xalqaro jamiyatning taqozosi, milliy da'voning hozirgi umidi, xalqimizning milliy irodasining hozirgi jiddiy talabi asosida bu ishlar o'tirg'i chiqyotdi. Hukumatning hozirgi 2004-yil qurilib hozirga saqlanib turganligining o'zi nayta cho'ng bir ish. Ecdatlarımız deptiken ilgide göşen bolsa man bir gün yesen dep. Muş hükümet Xudayam bolsa sizlarga esqatıdı ez qarindoshlarım. Şoňa bu hükümetke hemmimiz taň iki çıqaylı, maviliq uç kotanda iqib jurýatgan yalgan ýawdak sözlerge işenmeyli. Eger aşındaq hadisler hükümetning içinde hem sirtida bar bolgan takdirdemi, yani biz eger aqyllyk bolsak, çaqqan bolsak, sezgir bolsak, pidakar bolsak, samimi bolsak, milli dawamyzga, milletimizge bu işler özgürlüğün tüzlüdü. Hazır hükümet yanında bedenini menecilik besip ketken bir paskını bir adamga o'xshagan bo'lsa, sizlar kelinglar, biz juyimiz buni, pokizlaymiz. Biz buni pokizlab, yangi kiyim kiydigan ekan, buning badanidagi pishtlar u yerda yashaolmaydi, aziz qarindoshlarim. Mikroblar, viruslar o'zligidan tozalanadi. Agar sizlar uning ega chiqmasanglar, uning ichidagi rezil kuchlar, uning ichidagi go'zallikni barbod qiladi. Haqqoniyatsizlik haqiqatning ustida ot choptiradi.
Sizlarning siyosiy istiqbolinglar yerga urildi. Milliy da'voyinglar taraqqiy qilmaydi. Şuna ma qurilishga iki chiqinglar. To'g'ri maydondagilarga iki chiqinglar. To'g'ri gap qilayotgan odamlarga bundaq qilliqqa, divan odamlarga o'xshash qarab turmay, agishinglar, ovozinglarni, kuchinglarni birlashtiringlar. Sizlar ovozinglarni, kuchinglarni birlashtirgan hamon Xitoy chekinishga majbur bo'ladi. Yengildi bu. Sizlar barishlangan aman, qurilishlaringlardan, yetakchilaringlardan umidsizlangan aman Xitoy bag'anch kuchtirdi. Bo'yninglarga minadi. Ko'zinglardan yosh qurmaydi, qaddinglar ko'tarilmaydi. Millatinglar hargiz qutulmaydi. Ash kirib ketgan ash jazo lagerlaridan, ash turmalardan hargiz chiqmaydi. Ko'ryapsizlar aynan jazo lagerlari texnik ko'paytiryapti. 6 million odam ichida hozir. Yana ko'paytirildi. Xitoylar Uyg'urlarni 12 million deydi. Biz 20 milliondan ortiq dedik. Butun Sharq Turkiston xalqi 30 millionga yaqin dedik. Xitoyning maqsadi shu. O'zini Uyg'ur, o'zini Turkiy qon sistemasidagi odam, o'zini musulmon degan odamlarning hammasini o'ldirib, yo'qotib tugutish. Sizlar o'zinglarga chiqmasanglar, o'zinglarning hukumatiga o'zinglarga chiqmasanglar, o'zinglarning milliy davosiga o'zinglarga chiqmasanglar, uning fidokorlik ko'rsatmasanglar, uning ichida millatimiz ming ta'sir yetishtirgan fikr egalariga, yo'lboshchilariga, siyosiy yetakchilariga, tashkilotchilarga ega chiqmasanglar, ularni qo'g'dimasanglar, bu millat peshini yeydi. Şun ümidim hammamizning 7 yoshdan 70 yoshgacha qiladigan ishimiz bor. Biz bir jang ustida turyapmiz, aziz qarindoshlar. Jang degan davomli qular yaroq bilan bomba portlatib, o'q etishib bo'lmaydi. Hozir ideologiya soyasida kuchli bir jang bo'ladi. Biz bir tarafdan o'zimizning ma'naviyatdagi rezillik bilan kurash qilishimiz kerak. Jaholat bilan kurash qilishimiz kerak. Nadallik bilan kurash qilishimiz kerak. Yana bir tarafdan milliy da'voyimizga buzg'unchilik qilayotgan xitoyistlarga qarshi kurash qilishimiz kerak. Ularning buzg'unchiligi bek og'ir bo'lib ketib turadi, aziz qarindoshlar. Bir binoni selishga 10 yil ketadi, aziz qarindoshlar. G'arbda ba'zi binolarni 100 yilda saqlagan ekan. Masalan, Germanlar ko'lina dom degan ko'lindagi binoni 100 yilda saqlagan ekan, qarindoshlarim. Ba'zi millatlar bir binoni bir kunning ichida saladi. Xitoydagi. Shunga bu qurilishni elib mengish bundoq oson emas. Bunga chidamchanlik, g'ayrat kerak, qarindoshlarim. Undan keyin shu bizning 10 yilda 20 yilda saqlagan binosimizni buzib bo'lgan, Xitoyga setilgan, haqiqiy milliy mustaqillik bayrog'ini ko'tarib chiqayotganlarga har tarafdan buzg'unchilik qilayotgan, tashkilotlarni, xalqaro jamiyatni qutratquchilik qilib zarba berayotgan odamlarga diqqat qilinglar. Jazolaydigan odamlarni tep jazolanglar, yolg'iz qoldirishga tegishli odamlarni yolg'iz qoldiringlar. Ularning xohlig'icha millatimizga ig'dorchilik qilish, millatimizni qo'l qilishiga yo'l qo'ymanglar. Mana bular Xitoyistlar bizning milliy davosimizniki. Ularning degani bo'yicha emas, milliy irodalarning degani bo'yicha ish qilinglar. Undan keyin Xitoyga dushmanga qarshi harakat qilinglar. Mayli milliy uyg'unish shaklida bo'lsin, mayli tashkilotlanish shaklida bo'lsin, mayli yumshoq ham qattiq chora tadbir qo'llanish shaklida bo'lsin, dushmanga qattiq zarba berishimiz kerak. Ichki ziddiyatlarga birlik ketmasligimiz kerak. Do'st bilan do'st o'tirishga munosabat, do'st bilan dushman o'tirishga munosabatni ayirib muomala qilishimiz kerak. Ichki ziddiyat bu. Tashqi ziddiyatlarga ahamiyat berishimiz kerak. Millatimizga bo'lgan muomala, Xitoy tajovuzchilariga bo'lgan muomala, xalqaro jamiyatga bo'lgan muomala, farqli millatlarga, farqli dinlarga, farqli irqlarga bo'lgan muomalalarda o'zimizni tanglab tutishimiz kerak. Buning normasini bizning ziyolilarimiz bekitish kerak. Qalaymiqan harakat qildiganlarga, qalaymiqan milliy da'voga qatnashganlarga, bizning milliy orzuyimizni, siyosiy g'oyamizni, qonuniy haq-huquqlarimizni boshqa narsalarga bog'lab qo'ydiganlarga siyosiy maydonlarni tashlab berishga bo'lmaydi. Ular millatimizga, milliy da'vomizga vakillik qilolmaydi, qarindoshlar. 1 minut vaqtimiz qoldi. So'zimning oxirisida hammanglarning teniga salomatlik, ailasiga xotirjamlik tilayman, Janob Alloh. Millatimizni uzoq qolmay, hur ham mustaqil millatlarning qatorida erkin yashaganini nasib qilsin. So'zimning oxirisida hammanglarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Allah biz bilan, Xudoning buyrug'i bilan bizni Xudoyim bo'lsa uzoq qolmay, g'arbdagi kuchli demokratik davlatlarga o'xshash o'zimizning hur ham mustaqil davlatda yashash sharoitini
imkanlarını qo'lga keltirolmaymiz aziz qarindoshlar. Bu nihoyat oson ish bu aziz qarindoshlar. Bir millatning mustaqil bo'lishi oson bir ish. Masalan, bir tug'ilib qilib agi teganmagan bir xotinni ko'rdingmi? Ko'rmadingmi? Xotin olamagan bir kishini ko'rdingmi? Ko'rmadingmi? Davlat qurish bir millatga nisbatan aytgan chog'da tug'ilgan bir odamning balog'atga yetib, xotin og'iniga yoki uy tutquni agi tekkiniga o'xshaydiganlar ish aziz qarindoshlar. Biz mushuni qilamisak, o chog'da bizning mush Uyg'urlarning mavjudligi odatdagi bir qurt qo'ng'iz janivorlarning mavjudligiga yetmaydigan bir narsa bo'lib qoladi. O chog'da biz tuvan darajadagi bir jonivorga aylanib qolamiz aziz qarindoshlar. Biz qila olamiz bu ishlarni. Allah razı olsun. Hammalarga tinchlik omonlik tilayman. Ko'rishguncha aman eson bo'linglar. Xayr xo'sh. Bo'ldi, ko'p rahmat. Allah razı olsun sizden. Sizga ko'p rahmat muxbir efendim. Yani görüşüp durumuz inşallah. Bundan keyin ko'rishib turaylik. Bo'ldi, ma'q rahmat. Aman bo'lamiz. Aziz qarindoshlar, bugungi suhbatni bugun o'sha qadar qilsak, oldimiz kunlarda inshaalloh Sharq Turkiston surgun hukumati va uning faoliyatlariga aloqador, milliy da'voyimizga aloqador savollaringlar bo'lsa, o'rtoqlashadigan temalar bo'lsa, tavsiyalaringlar, fikr takliflaringlar bo'lsa, inshaalloh programmamızın davamida buni javoblashga va qimmatlantirishga tezishimiz inshaalloh. Agar ekranimizga qadam tashrif qilmoqchi bo'lsanglar, suhbatimizga ishtirok qilmoqchi bo'lsanglar, uni ham qarshi olamiz. Aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.